نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suyumlu kırındaşlar, aziz muhacir dostlar, bugün bizden programımızga hürmetlik iki mihminimizni çakırdık. Köplegen kırındaşlarının talebiga asasen siyasi liderlarni ve bugün dünyada kanuni şekilde dünya bilen teng şekilde lobbyçilik hareketleri ilip berip şahslarni, yani Uyghur davasının içinde el kılgıç vasıta kullanılaydigan, el kılgıç hareketler bilen şug'ullanayotgan şahslarning ko'proq milletimiz bilen görüşüş ihtimali bo'lgan bo'lsa deganga asosan bizningki peshqadam siyasi yo'llarimizdan, peshqadam ustozlarimizdan, peshqadam inqilobchilarimizdan hürmetlik Ömer Kanat Efendi'ni bu programımızga ekeldik. Halkımız bilen yüz göğüstüşke Allah'ın rahmetiyle bugün bir yerde hazır buldu. Yani Ömer Kanat Efendim Dünya Uygur Kurultayı'nın ki İcraiye Komitesi'nin ki reisi ve onundan başka Washington'daki Uygur Hakları Projekti İdaresi'nin ki heyet müdiri. Ve onun haberi bu siyasi davada chet eldeki bizdeki Xitoy karşı hareketimizde nayet mühim şahslardan birisi. Ve onundan başka bizdeki Nuri Türkel efendim hürmetlik Dünya Uygur Kurultayı'nın ki hizmetlerinin nayeti ciddi şekilde asaslı hizmetlerini kıpkilavatkan ve Uygur İnsan Hakları Projekti'nin ki reisi özü ve Halkara Diplomatiya Tedqiqat magistrlığı bilen xalqaradaki asasımı diplomatiya cihetdeki hizmetlerinde tanılgan bir şahıs, özü kanun pelleri doktoru ve aynı zamanda İnsan Hakları Projekti İdare Heyeti'nin reisi ve hazır advokatlık hizmeti elip beriyotudu. Bizdeki Uygur davası da xalqara siyasi lobbyçilikte gözük görüngen şahslardan birisi. Elbette bularning aldıraşçılık tüpeylidin köplegen hizmetlerimizden halkımız köp xabarda bo'lanmay qoladi. Balkim bular nima ish qilayotgandi, nima xizmat qilayotgandi degandek savollar xalqimizda tug'ilishi nihoyatda tabiiy bir avval ham tug'ilishi kerak. Bizningki doktorlarimiz, siyosiylarimiz, liderlarimiz nima ish qilayotdi, jafo chekyaptimi, chekmayaptimi, buni aniqlagandan keyin biz bularning ustidan so'z qilish haqqimiz bo'ladi. Bo'lmasa belki ba'zan fitna fasodchilarning ta'siri bilan yoki Xitoyninki hücumları aslında bularga nisbeten bir hata düşünüş payda bo'lib qoldi. Shuning bilan bularning vaqtning ichida vaqt chiqarib biz bu programmaga olib keldik. Chunki albatta Nuri Türkel efendim bilan men bir oydan beri bu suhbatni qanday qilish to'g'risida taklif qildim. Vaqt intayin qiz avval aslida yana bir qancha shirkatda aynı zamanda o'xshash o'ziniki xizmatlari bilan ciddi bir xizmat qilayotgan bir shaxs Nuri Türkel efendim. Ömer Kammo xalqaro yani Avasiyada ili u yerga, ili bu yerga, ili o yig'in, ili bu yig'inlar bilan ciddi bir şekilde xizmat qilayotgan bir shaxs. Sizlarning xizmatinglarni xalq bilsin, xalq anglasin. Xitoyninki fitna fasodi bilan, Xitoyninki suiqasdi bilan Dünya Uygur Kurultayı'daki nima ish qilayotgandi, Ömer Kanat nima ish qilayotgandi, bu inson haqlari komitetida ishlayotganlar nima ish qilayotgandi, Bulgaristan'daki balalarga ega bo'lmayotgandi, Malayziyadagi balalar qanday qilayotgandi deb bu şekilde endişe uchib qolmaslik uchun bugun bu yerda zodi biz nima xizmat qilyapmiz, sizlar nima xizmat qilyapsizlar, buningdan keyin nima xizmat qilmoqchimiz degan masalalarda bir qancha temalarni o'tirib chiqarib, albatta buni e'londa yozib qo'ydik. Bugün nayet muhim meselelerni paranglashimiz. Çünkü ekranda ko'rinayotgan shaxslar bizningki siyosiy davoyimizda bo'lsin. Muhim shaxslar deb qaraladi inshaalloh, bilinmaganlar uchun deb qo'yman. Ya'ni buningdan kirib avval Amerikada yashayotganlik uchun va bugungi siyosiy faoliyatninki markaziy ko'rinayotgan va eng dastlabda xalqaroda siyosiy faoliyatlarninki boshlanmasi ve yol içilgan bir memleketi bo'lgan Amerikani tushunsak ve onundan keyin Amerikaning ichki tashqi siyosatlarini tushunsak
bugun iqtidorga kelgan Trump efendi qandaq bir odam uni tushunsak, uningdan keyin Amerikadagi Uyg'urlar nima ish qilyotidi, uxlatamdi, yeziyotamdi, o'qiyotamdi, ishlatamdi, pul tepatamdi, buni tushunsak, uningdan keyin Amerikadagi siyosiy liderlar, Amerikadagi siyosiy faoliyat xizmatlar bu nima ish qilyotidi, buni tushunsak, uningdan keyin Amerika bizningki ittifoqdosh siyosiy ittifoqdoshimiz bo'lish sifati bilan bugungi kunda Angliya, Amerika, yana Yevropada, Germaniya bir qancha davlatlar asosliq siyosiy harakatning markazi. Shuning uchun bu siyosiy harakatning markazi bo'layotgan bu davlatda Uyg'ur siyosiy harakati, Uyg'ur faoliyati qandaq buningdan keyin qandaq bir plan proje qandaq ilib beriladi degan masalalarda sizlardan javob olish uchun fikrini oldiga keldik. Inshaalloh vaqtimiz intayin qiz. Bu savollarni bir-birlab sizlardan so'rashga boshlayman. Ammo bizning xalqimiz liderlarni, olimlarni, o'qiganlarimizni tonish kerak. Albatta Umar akam bilan Nuri Türkel efendimni xalqimiz bilgan taqdirda yana bilish kerak, yana bilishimiz kerak, yana tushunishimiz kerak. Chunki tushungandan keyin biz qo'l tutib mang'alaymiz, ittifoqlasha olamiz. Uningdan keyin bizningki qo'limizdan bir ish chiqadi, natija chiqadi. Shuni qisqacha, bek uzun emas, qisqacha bir tonishtirib o'tgan bo'lsanglar men mamnun bo'laman. Men tonishtirdim, men sizlarning og'zinglardan qisqacha bir tonishib o'tgan bo'lsak, o'zimning og'zimdan, undan keyin hemen programmaning ichiga kirib ketsin deyman. Ömer akam so'zni bersam, sizlar o'zlaringizni qisqacha bir tonishtirib olasiz. Rahmat. Men Olca'da tug'ilgan tegim otishliq. Mening cho'ng dadam Saudlamizlam Qashqar imom bo'lgan. Uningdan keyin Oljaga kelib, Olja madrasada imom bo'lib, shu hayotning oxirigacha shu imomlik vazifasini ado qilib shunday vafot bo'lgan. Biz 1971-yili Afg'onistonga chiqdik. Bir mo'jiza desak bo'ldi bu Afg'onistonga chiqish jarayoni. Men Afg'onistonda nima o'rta maktabni to'liq o'rtani Afg'onistonda o'qidim. Uningdan keyin ba'zi sabablar tufayli, siyosiy sabablar tufayli u yerda turish imkoni bo'lmay Afg'onistonda. Shuning bilan Turkiyaga ketdim. Turkiyada 1979-yil oxirida Turkiyaga bordim. Turkiyada İsa efendim bilan tanıştık. Onun avvalmi 74-yili biz Afg'onistonda Turkiyaga kelgan uçakda ko'rishgan İsa efendim de uçakda chiqib qoldim men. Shuning bilan İsa efendim bilan birga İsa 8 yil İsa efendimning yanında shaxsiy shu sekretari bo'lib ishladim İsa efendim bilan birga. Shu vaqtninki qurilishi masalan Turkiyada 1986-yili Sharq Turkiston vaktining qurilishi bo'lsin. Bu ishlarda men bildim İsa efendim bilan. Shuning bilan 92-yildagi qurultayning qurilishi, birinchi navbatlik, tunji navbatlik Sharq Turkiston milliy qurultayining ichilishida muhim rol o'ynadim. Va undan keyin 88-yili men bu Germaniyada biz u yerda bu davoni Xitoyga ta'sir qila oladigan davlatlarga olib berishimiz kerak, shu yerda ilib berishimiz kerak degan bir tushuncha hosil bo'ldi u chog'dagi yoshlarda. Shuning bilan ham shu ishni bajarish va shuni amalga oshirish ham o'zim bir boshqa bir ish bilan bir radioga kirdim. Radioda Uyg'urcha radiodan bekor qilinib u chog'da men borgan chog'da Uyg'urcha yo'q radioda. Shuning bilan men farscha bilganligim uchun, dari Afg'onistondagi tilni bilganligim uchun bu tojik bo'limida ishladim. Shu ishlash jarayonida Yevropada shu Erkinkam, bu yerda Erkinaldagi Anvarjon, shuning bilan Asqarjonlar bilan birga biz Sharq Turkiston, Yevropa Sharq Turkiston birligini qurib chiqdik. Bu davoni tunji qitim Yevropada bu Uyg'ur davosini qanot yaydirishga tirishdik. Uningdan keyin nurg'un bolalarni, yoshlarni Turkiyadan bo'lsin, O'rta Osiyodan bo'lsin, shu kelishga
rag'batlantirdik, targ'ib qildik. Shuningki, yoshlar u yerga keldi. Bo'libmi bu yoshlarning kelishida shu Germaniyada shu Uyg'ur jamoatininki shakllanishida hozir nimada tug'an shu Germaniyada turayotgan Abdujalil Qarqash nayta cho'ng rol o'ynadi. Buningga minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Shu Uyg'ur jamoatining Avropada ya bo'lib Germaniyada tashkillanishida, shu yerda yig'ilishida bu qarindishimiz nayta cho'ng rol o'ynadi. Bu yerda men hozir o'ziga rahmat aytaman. Ondan keyin biz yana bu Türkiye'deki yoshlardan masalan Dolqun Aysa olsun, Ferhat Yoronqash olsun, Ümit Agayi olsun, bularning hammasini shu Türkiye, Germaniya kelishga taklif qildim. Bularni qabul qildi, keldi. Dolqun Aysa kelgandan keyin u yerdagi harakat yana bir jonlilik bo'ldi. Shuning bilan biz 1996-yili Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayini qurib chiqdik Germaniyada. Men uning raisi bo'lib saylandim. 2000-yilgacha 96-yilda qurildi. 2000-yilgacha shu Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayining raisi bo'lib vazifa ado qildim. Onun keyin 99-yili men Amerikaga keldim. Amerikada onun keyin mushadiki jamiyatga, bu yerda qurilgan jamiyatga ketildim va bütün jamiyatniki hozirgacha shu dunyoga Uyg'ur Amerika birlashmasininki muavin raisi bo'lib vazifa o'tayapman. Ya'ni 18 yil o'tdi bu jamiyatda xizmat qilyapman. Bu arada 2004-yili 2002-yilning oxirida biz shu hozirgi Nuri Turkiyal, Alim Saytovlar bilan birlikda bu Uyg'ur kishilik huquq projektini qurib chiqdik. Shu dunyo nima Uyg'ur Amerika jamiyatininki nimasi ostida. Shu jamiyatninki riyosatchiligi ichida bu dunyo Uyg'ur kishilik huquq qurilishini qurdik. Onun keyin 2004-yili yana Dünya Uyg'ur Qurultayining qurilishida rol o'ynadim, muhim rol o'ynadim. Shuning bilan 2006-yili Dünya Uyg'ur Qurultayininki Rabiya xonim rais saylangandan keyin men muavin raisi bo'ldim. 2017-yilgacha Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi bo'lib Rabiya xonimning endi bilishlim milliy rahbarimiz Rabiya xonimning yanida uning keyin 2017-yili 11-oyda o'tkazilgan 6-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi umumiy yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultayininki ijroiya komitetining raisi bo'lib saylandim. Shu vazifani hozir o'tayapman. Bu hozir siz degandek yana shu Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri bo'lib vazifa o'tayapman. Allah razı olsun, sizning xizmatlar to'g'risida yana keyingi qadamlarda bu bir qancha tashkilotda xizmat qilib ishlab o'tiblar. Bu tashkilotlarda Uyg'ur xalqi uchun nima ish qilib berasiz degan savolni cho'qim so'rayman inshaalloh. Men so'zni hemen Doktor Nuri Turkiyal efendimga bersam qisqacha, agar xohlasa, agar xohlamasa mayli, qisqacha o'zini bir tanishtirib o'tgan bo'lsa. Assalomu alaykum. Sanjar efendi, qadrli yurtdoshlar. Bugungi program sizlarla o'z ko'rishganim uchun minnatdorman. Benimki mening tarixim Ömer Akram'dek uzun emas. Shunday bo'lsin qisqacha qo'nimg'allarga o'zimni bir qisqacha tanishtirib o'tay. Mening tug'ilganim Qashqarda. Men bir ma'rifchi oilasida dunyoga ko'z ochgan. Qashqarda boshlang'ich to'lg'otira ta'limotini olgandan keyin ishga kirib, ishga Xitoyning Shanshu universitetida oliy maktabni tamomlab 95-yili Amerikaga kelib o'qishimni davom qildim. Undan keyin 2001dan 2004gacha qonun fanlari bo'yicha doktorlikni oldim. Undan keyin o'qishimni davom qilib xalqaro diplomatiyadan magistrlik unvonini olgandan keyin shu 2005-8-yildan hozirga qadar shu Amerikaning poytaxti Washingtonda advokatlik xizmati va bizningki shu Uyg'ur milliy harakatidagi Uyg'ur Amerika birlashmasi olsun, Uyg'ur inson haqlari projekti olsun, Dünya Qurultayi olsun birlikda ishlab kelyapman. Bu meniki kasbiy jihatdagi hayot kechirishim.
Endi advokatlıkmı ben 13 yıldan yazı. Köpünç vaqtida shu shirkatlarni, bo'lib aviatsiya shirkatlarini advokatlik qilib kelyapman. Men shu kasbiy jihatda tecrübem asosiyatda shu raqobat qonuni, parxo'rlikqa qarshi Amerikada tekshirgan shirkatlarniki mas'uliyatni tuzashga o'xshash va ba'zi qo'shimcha ko'chman ishlarini ishlab kelyapman. Undan boshqa bu bizning siyosiy hayotımızda 2002'den 2004'te Uyghur Amerika Birleşmesi'nin baş sekreteri olarak işledim. Bu cereyanda Bay Ömer'in betimligende Ali Seyfov, Şöhret Seyd Ahmet, Kaysar Seyit, Ömer Sanatlar Beşimiz bu insan hakları projektini kurup çıktık. 2004'ten 6'gacha projektning müdiri hem Uyghur Amerika Birleşmesi'nin reisi olarak işledim. Ondan keyin qolgan vaqtlardan shu hozir davom qilayotgan xizmatim advokatlikdan boshqa Uyg'ur Amerika Birleşmesi'nin idora heyetining raisi bo'lib ishlayapman. Qolgan vaqtlarda shu yordam kerak bo'lgan chog'da bizning shu rahbarlarning yonida qo'limizdan kelgan ishlarni qilib yuryapmiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlarninki qilayotgan xizmatingizdan ham da xabarimiz bo'lib turdi ba'zi nimalarda. Ammo buningdan keyin bizning Uyg'ur xalqi uchun nima xizmat qilib beraysiz degan konkret savolni birozdan keyin qayta so'rayman inshaalloh. Chunki bugun hammaylar Uyg'ur xalqi jiddiy bir shaklda liderlarga, ustozlarga, qahramonlarga, inqilobchilarga, siyosiy yo'llarga ciddi diplomatlarga bek ihtiyacı var. Hatta advokatlarga ihtiyacı var. Bugünkü günde Bulgaristan deyotgan veya ki Malaysiya deyotgan qarindoshlarımızın ciddi ihtiyacı var. İnşallah bunu ilerleyen zamanda aldığımızki vaqtlarda ben bunu sorayım. Avval Amerika'dan kirsek, Amerika biz üçün bazı salbiy, bazı ijobiy şekilde ko'rinib keldi Uyg'ur xalqi uchun. Amerikani azaldan masalan biz tug'ilib cho'ng bo'lgandan beri Xitoyninki xalqaro xabarlarida Amerika bizga yomon ko'rsatilib keldi. Masalan, shaxsan men cho'ng bo'lgan jarayonda mamlakat xabarlari 25 minut, xalqaro xabarlar 5 minut xabar berdi Xitoyning televiziyasida, Qashqarning 9-kanalda. Amerika yomon ko'rsatildi, bir qancha davlatlar yomon ko'rsatildi. Xalq faqat sirtdan olgan ong va yoki xabarlar bilan Amerikani taniydi. Hozirning o'zida Amerikani biz sirtdagi xabarlardan taniymiz, ammo sizlar u yerda yashayapsizlar. Mesela biz Avrupa'ya kelishdan burun Avrupa'nı başka bilettik, kelsek başka iken Amerika qanday bir devlet bu yerden kirsek, şuna bununla qaysilar cevap versin meyli. Amerika qanday bir devlet siyasi sistem, içki taşqi sistemlerini bunu ama kısıkça. Çünkü paranlaşılan nurgun temimiz var. Hoş. Hoş, Nuri, siz hem de hukukşunas, kanuncu olan bir konuşunda siz cevap verin. Bo'ldi, men bu bir Amerika tarixi hükümetin konuşulgan ders kaynatmamızı bilginimle ortaklaşay. Amerika İngilizce constitutional democracy deyimiz. Bu şu constitution asas kanunu asas kılan bir demokratik devlet. 330 milyon nüfusu var. 50 ştat var. Ondan başka Tinç Okyan'da ve bu Nili tarafta, Atlantik Okyan tarafında bir qancha o'zininki egaligi yerlari bor. Masalan, Guamga o'xshash, Puerto Rico'ga o'xshash, Virgin Islandga o'xshash. Endi Amerika 1776-yil mustaqillik e'lon qilgandan keyin 1787-yili asos qonunni bugungi shu davom qilayotgan 4 varaq asos qonunni chiqib 1789-yildan tortib bugunga qadar 45 prezidentni saylab o'tirg'i chiqadi. Amerika'nın tunji prezidenti George Washington. Aslida general bo'lgan ekan. U hozirgi prezidentlarning loyihasini olib keltiribdi, Donald Trump. Şu 45 prezident oldu. Endi Amerika'nın devlet sistemisi keladigan bo'lsak, bu Avrupa'daki ve başka bizning qarindoshlar yashaydigan davlatlarning sistemisiga asosiyatdan o'xshab ketmaydi. Bu yerda şu 1789-yılı tunji prezidentni saylash chiqarish vaqtida bu birinci prezident bu hukuk bir adamga jug'ulinib qolmaslik kerak. Shuning uchun buni biz
üçkü bölüp bir hükümet sistemini berpa kılsak, Angliyanınki padişahlık tüzümünden bir keçip gelgen bir halk boluş tüzümünden biz yeni bir sistemni o'ttirib chiqarishimiz kerak degan gap. Demokrasi degan so'zning ma'nosi Gürmançı nimeden Yunan Grek tilidan kelgan so'z. Xalq buni boshqurdi degan gap. Demokrasi degan gapning ma'nosini ish tushunsak. O'z vaqtida shu Amerikaniki asos qonun tuzgan asos qonun asosida davlat sistemini o'ttirib chiqarganlarni şu founding father dedi İngilizce. Bunun işte şu Washington var, Jefferson var, John Adams var, bir kanca endonun sanat oturuşuna hazır yok. Müşüler hem de mükemmel bir sistemle, bugünkü devam eden sistemle oturup çıkartırken. Bunun İngilizce'de hem de checks and balances deydi, separation of power deydi, o kopunu böyle düş. Hem de Amerika'nınki devlet hakimiyeti üçkü böyle başkurdu ve icra kurulunda. Amerika'nın kongreslerimiz Süleyman'a dair anlayışlar Uygurlar Kongresi dağıttı, bu yığın içilipti, o güvenlik yığın ötüdü. Kongreste Amerika'nın Milli Meclisi de kanun tuzdu. Mecliste 100 senatör 235 kongresmen var. Bunu ve Avam Palata, Keneş Palata der tercih tuzdu Uygur'da. Senatörler her ştattan 2 insan boyunca 100 tane senatör oldu. Ulanın ki hizmet vakti 6 yıl çekilmesi yok. Sayılanırsa kaç kıtım sayılanırsa çünkü kıtım hizmetin devam kılışı mümkün. Hem de öz vaxtıda hem de bu 50 ştatın 50 ştat okşaş avaz oluş gerek degan baraberlik nokta nazarında amalga oshirish uchun har shtatda 2 senatörlik son bergan ekan. Lekin bu Kengash palata a'zolari kongressmen deymiz, bularning soni 435 hozir. Buni Amerikadagi shtatlardagi nopozning ozligiga qarab turib ashlab bekitgan ekan. Shunda olganda hozir shu Kaliforniyaga o'xshash, Teksasga o'xshash, New Yorkga o'xshash nopoz shtatlarniki Amerika Kongress'te Avam Palata a'zosinin soni ko'p bo'ldi. Mesela Kaliforniyada 60'dan artık nima var? Kongressmen var. Yani bu Amerika'nın Kongresininki qanday nimasi oldu? Qonun chiqarishdan boshqa desanlar, bu Amerika'nın Kongress'te Amerika'nın maliyeti yıllık prezident tashlaydigan şu maliyeni Kongress'in tasdiqlash kerak. Her yili 10. aydan beri yeni yıl başlandı. Xabarlar yakında talaş tartışılan bir gün, 2 gündün hükümet takılıp kalan ahval oldu. Şu parlament, Milli Meclis'in prezidenti pul tasdiqlanmasa hükümetine normal itimat olmaydı. Hem de Kongres hükümet bu prezidentten qaysi jihatda hukuk paylaşılıyor degan mesele kelsek, asas jihatdan tashqi ishlar, ondan köçme işleri degan o'xshash. Mesela bir davlatga urush bilan qilmoqchi bo'lsa, Kongressdan tasdiqlanishi kerak. Bunga o'xshash yeni bir köçmen qonuni chiqargan bo'lsa, buni Kongressdan tasdiqlash kerak. Bundan prezident ijro qiladi. Endi prezident deb Amerika degandan shu Amerikaniki prezident huquqqa oid cheksiz degan tushunchaga ega bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Bu Amerikaga kelib boqmagan, vaziyatni ko'rib boqmaganlar. Amerikaning prezidenti mohiyatda uncha kuchli emas. O fakat şu Kongress'ten çıkan kanunu icra kıldıgan bir organ. Amerika'nın prezidenti 4 yılda bir kısım saylandı. 2 kısımdan saylanış, tekrar saylanış hukuku var. Bu en başta partiyeninki namzatlıkların ötkenliğinki karşı partiyenin adı bilen namzatlıkla saylanıp saylamda tutulup çıktı. Özünki saylan mezgili hizmet kılgan, bununki siyasetine himayet kıldıgan, icra oluşuğa akli ve başka cihetlerden yardım kıldıgan adamlarını cüllap hükümet kurdu. Yeni prezident çıkanda 4000'e yakın hizmetçiler hizmete çıktı. Onun yukarısı ministri dercik olsa, tövendekisi katı okşaş. Yani Amerika'nın 3. hükümetin 3. bölümü bu adliye bölümü, İngilizce Judiciary Branch deydi, bu Ali Sot Mahkemesi. Bu Ali Sot Mahkemesi'nin ismi avazı ancak köpünç vaxtlarda anılmaydı. Lakin bu Kongresinden prezidentin hukukunu nazaret kılıp doğru hata diyebildiğin bir organ doğaçka. Bu mahiyet cihette en güçlük de karşısında hatalaşmayınız. Kongresinden çıkan kanunu mu, prezidentin kılan işlerini mu, ya ki çıkan emrinin mu, doğru hatalığı şu Ali Sot Mahkemesi'nden
Ya bundak degendeki şu yerde toktaydı. Onun aldığı üstüge mağdıgan iş yok. Şuna boğandan ki Amerika'nınki hükümet sistemisi devlet Milli Meclis, Ali Sot Mahkemesi ve Prezident küçüge bölüp mevcut olan devam etken bir hükümet sistemisi. Amerika'nın Kongresi'nin kanun çıkardı, Prezident icra kılıdı, Ali Sot Mahkemesi'nin nazaret kılıdı ve asas kanunu çendirdi. Allah razı olsun. Bir ticaretçi özü ticaret kıladigan bir adamning mijozini, ishlarini, tijoratini bilmasa, onun bilan chiqishib yoki ilm setimda bir ish qilolmaydi. Balkim qarindoshlar so'rash mumkin, bu Amerikani biz anglashga, tushunishga nima ehtiyoj tug'ildi deb. Biz ham da albatta 20-30 yildan beri, hatta undan burun tortib bu ittifoqdosh davlatlar bilan bu dunyodagi o'zini dunyo soqchisi va yoki dunyodagi e'tirof qilmasak bo'lmaydigan kuchlar bilan nurg'un muomaladan, nurg'un siyosiy faoliyatlarda, nurg'un ittifoq hareketlarda bo'lib kelgan bir millatimiz bo'libmi, siyosiy tashkilotlarimiz bunga jiq hamkorlashib kelgan. Shuna bo'lganlik uchun Amerikaning qanday bir davlat ekanligini bilmay turib, ularning qimmat qarashi, ularning kongress nima ish qiladi, prezidentning huquqi qanchalik, mana bularni bilmay turib, biz bundan keyingi siyosiy faoliyatlarimizda ular bilan hamkorlik va yoki kelishish masalalarini qilolmaymiz. Shuning uchun Amerikani qisqacha anglab chiqqan bo'ldik. Xo'sh, buningda Ömer Kamninki qaytib qo'ydigan so'zi bormi? Menimki qaytib qo'ydigan so'zim shu, ya'ni Bayam Nuri dediğim şu, hem de her qaysi sistem va demokratik sistem degan shu 3 nimadan icraiye, anandaki qonun chiqarish organi, anandaki suddan tashkil topadi. Lekin Amerikada bu haqiqiy ijro qilingan deydi. G'arb davlatlarida va Amerikada. Boshqa davlatlarda, hamma davlatlarda shunday taqsimot bor, lekin bu nima ijro qilinmaydi. Bundan chiqqancha prezident sudga aralashib, sudga prezident amri tushirib, buyruq tushirib, bu nima aralashib ketgan. Shunga bu Amerikada ana ko'rdinglar buningki qanchalik ijro qilinganligini, prezidentning masalan buyruqlarini bir sudchininki, nayeti bir nahiyaning sudchisining to'xtatib qo'yganini, ko'chmanlar masalasini ko'rdinglar. Yana Amerikada bu nimalar to'liq ijro qilinadigan bir yer demoqchiman. Rahmat. Allah razı olsun. Nuri Türkel efendim nayeti qisqa ve nayeti merkezlik şu meg'izliq bir tushuntirib o'tdi. Men hayron bo'ldim, ammo bu tushuntirishidan pek meg'izliq bo'ldi. Qurilishdan tortib hozirgacha bir qancha minutda men tushuntirib qo'yadi. Xo'sh, chunki bu bizning bundan keyingi siyosiy faoliyatlarimizda nayet muhim rol o'ynaydi. Amerikaning qanday davlat ekanligini cho'qim bilishimiz kerak. Xabarlardan, Şinjan xabarlaridan, Jungo xabarlaridan bilib biz jiq zaharlandik yani. Hatta g'arbni mu Xitoy bizga boshqacha tanitganti, kelsak bu yer boshqacha ekan. Shu nurg'un xalqimizning g'arb dunyosiga bo'lgan inkosi, Amerika dunyosiga bo'lgan inkosi ajoyib. Va bundan keyin nurg'un xatolikni o'tkazmasligimiz uchun Amerika, g'arb dunyosi, islom dunyosi masalan bu dunyo bilan biz bundan keyin jiddiy bir savdoga, jiddiy bir kelishimga, jiddiy bir ittifoqlashishga qarab yuzlanamiz. Yuzlanguchi bo'lgan u qarshi tarafning kimligini belirlash biz uchun bek muhim. Onun uchun bu savollarni cho'qim so'rashimiz va buning javobini belirlashimiz kerak. Xo'sh, ammo nayt qisqa bir javob istayman bu yerda. Yana Amerikaningki ichki tashqi siyosati qandoq degan bir savolni so'rayman. Ichki siyosatini jiq sharhlashdanki mencha ko'p nimasi yo'q deb o'ylayman. Tashqi siyosatda, chunki biz tashdagi bir odam, ya'ni sirtqi bir davlat biz yoki sirtqi bir millatmiz. Bunun uchun bundan keyin bizga qandoq qaraydi, biz bilan qandoq nima ish qildi degan masalada. Bundan burun qishlar bo'ldi, tamam o ketdi. Ammo bundan keyin zaten Dunyo Uyg'ur qurultiyi va yoki dunyodagi tashkilotlar va dunyodagi siyosiy shaxslarning fikri o'zgaryapti bugungi kunda. Chunki Xitoy bizni yevitib bordi. Bundan keyin o'xshash 30 yildagi tarixiy tushunchalarimizni bozorga selishga bo'lmaydiganligimizni, 30 yildan beri dunyo bilan qilayotgan tijoratimiz, ittifoqligimiz, siyosiy lobbichiliklarimizni qaytadan yana davomlashtirishga bo'lmaydiganligimizni ko'rib yetyapmiz. Chunki Xitoy bizni 30 yil dunyo bilan bu shaklda menib tursang, ben seni zaten 20-30 yildan keyin yevitma degan maqsadni ishga oshirib,
bizni tinchlik, demokratiya, inson haqlari, u bu degandek narsalar bilan aldab qo'ygan bo'lishi mumkin. Uning uchun buningdan keyingi Amerika bilan nima ish qilish to'g'risidagi to'g'ri bir yo'lni tepish uchun Amerikaning tashqi siyosati qandoq mengayotidi bu to'g'risida Nuriy Turkal apandimdan men bir buni anglab boqqim bor. Xo'sh. Amerika'daki taşkı siyasetinden söz içişine mındaq bir işki nəslan adlı düşündürüşünü ben doğru görüyorum. Bir sende bu qandaq bir taşkı siyasetindeki bununki asası nim boludu. Qaysi nokta nazar boyunca siyaset ip veriyotudu, devir qarab özgürüyotan degan narsa qarsak düşünce aslışımız biraz asan to'xtaydi. Endi bu görülmelerni konu burunqi diplomatik tariximizle zeriktirib qo'ymay. Shuning uchun shu Ikkinchi dunyo urushidan keyingi tashqi siyoset to'g'risida ozroq tushuncha berayman. Bu Amerikaning tashqi siyosati yillardan beri prinsipmi, manfaatmi, davlat manfaatmi degan ikki nuqtai nazarda ba'zi prezidentlar chiqqan chog'da prinsipni markaz qilgan, ba'zilarini o'tirib chiqqan chog'da devlet menfaatini nişan qilgan, shunday ahvolda davom qilgan. Bu Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika dunyoda bir international system, bu bir xalqaro bir sistemning barpo bo'lishining zo'rligini ko'z tutib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qurilishiga sabab bo'lgandan boshqa, shu international organization, shu hozirgi davom qilayotgan sud mahkamalar bo'lsin, ticari işbirlikleri olsun, Şimal Atlantik Teşkilatı olsun, bu meselelerde bu ittifaktaşlıkını asas kılan bir siyasi nişanlı, taşkı siyasetinin merkezi gelgen. Hem de bu uzun yıllardan beri İkinci Dünya Urushu'nun tartib tam 11. sentabr vakası kadar Amerika köpünçü vaxtlarda devlet menfaati bilan qimmat ko'z qarashini tamponlik qilgan ahvollarda da siyaset etib olgan. Endi bu 11 sentabr vakasidan keyin Amerikaning ittifoqdosh tepish yoki ittifoqdoshlar bilan munosabat qilish masalasi bo'lsin, qimmat ko'z qarashini tashviq qilish, targ'ib qilish masalasi bo'lsin, yoki bo'lmasa davlat manfaatini qo'llash masalasida bir o'zgarish prezident qarab o'zgaryapti. Masalan, George Bushning vaqtida bu dunyoda tinchlikni amalga oshirish uchun cho'qim biz shu ideologiya masalasida demokratiya, inson haqlarini tashviq qilish orqali bu bir madaniyatlik dunyo sahnasini, madaniyatlik dunyo bir communityni, jamoatchilikni o'rtaga chiqarsak, bu duch kelayotgan masalalarninki oldin og'in bo'lamdiki degan maqsad bilan shu demokratiya, inson haqlarini dunyoga targ'ib qilishni asos qilgan, ya'ni qimmat ko'z qarashni asos qilgan bu nimani tashqi siyosatni ekmangan. Keyin ondan keyin bu nimaga kelgandan keyin Obama kelgandan keyin Iroq urushi, Afg'oniston urushida Amerika o'zini orzu qilgandek natijaga erishgandan keyin bular bu pragmatic deymiz, bu realistik bir nimani o'tirg'i chiqarib siyosiy tashqi siyosat maydonini bu balans qildilar. Hatto vaqt kelgan chog'da bu davlat manfaatini qimmat prinsipini asos qilgan tashqi siyosatni oldiga o'tkazadigan mushtaqil vaziyat o'tirib chiqqan. Ham buning ba'zisi amalga oshdi deb o'ylaymiz. Masalan, Osiyo Pasifikda bu davlat manfaatini asos qilgan tashqi siyosatda ma'lum darajada o'lim ko'zi ko'rildi. Masalan, bu muhit asrash masalasi bo'lsin, rayon xarakterlik bexatarlik masalasi bo'lsin, ticari iqtisodiy masalalar olsun. Çünkü 2018'de Obama sanaga chiqqan chog'da dünya iqtisodida bir cho'kish holatda bu sanaga chiqqan. Buni o'ngshashga bir sharoit bo'ldi. Lekin bu George Bush boshlagan qimmat prinsipni asos qilgan tashqi siyosatiniki ikkinchi o'ringa o'tib qolganligini bizning Uyg'ur siyosat kuchaytirishlarimiz buni ko'rib yetdi deb bilaman. Chunki mening suhbatlarimda shu ko'z qarashlar bir-birimizga o'rtoqlashgan. Hem de hozirgi yeni hükümetin tashqi siyosatiga kelsak, yeni hükümetin tashqi siyosatida tepe iniq bir ro'shan bir meydan o'tirib chiqdi. Lekin bu bizga ro'shan meydan chiqdi deganda ko'pincha vaqtida Xitoylar bo'lgan munosabat qanday bo'ladi degan narsa qaraymiz. Bu yerda bizning ko'rganlarningki diqqatini qo'zg'aydigan hatto
xo'shal qiladigan bir yangi o'zgarish bo'lyotidi deb o'ylayman, chunki o'sha o'tgan oyda Amerika hukumatining e'lon qilgan davlat bexatarlik asoslangan strategiya planida terrorizmning Amerikaga etkildigan tashqi davlat bexatarlik tahdidini Xitoy va Rossiyaning ostiga qo'ydi. Shunday olganda hozir bu yangi hukumatda Amerikadagi davlat bexatarlik tahdidi deb qaralgan amil Rus ve Xitoy. Onun karşı terörizm. George Bush'un zamanında olsun, Obama'nın zamanında olsun terörizm aldırdıydı. Yani bu yerde bir özgürlüş, bir buruluş haleti şeklinde vardı. Şimdi hem de jıgıp bitken çağda Amerika'daki taşkın siyaseti, kıymet göz karaş asasındaki taşkın siyaset mi, ya ki devlet menfaat asası taşkın siyaset mi? Bu özgürlüş tamponluk meselesi. Hükümetin almış yeni bir partinin taşkı çıkışıyla özgürlük durduğun ve dünya vaziyetinin özgürlüşe karabıp özgürlüğün bir taşkı siyaset. Amerikan taşkı siyaseti jıgıp bitken çağda vaziyet karab durup, devletin içindeki iktisadi, ticari, bexatarlik meseleleri karab, devletin sırtındaki meseleler karab durup, bu iki meseleyle balans durup devam ettiğin bir taşkı siyaset. Demek ki Amerika'nınki taşqi siyosatida bizga fursat bor demakki. Ya'ni fursat izlasak, agar ma'lum tashqi ishlarda boshqa millatlar bilan boshqa fikrlar bilan hamkorlashib turib o'zininki qimmatini dunyoga hukmron qiladigan bir fursat bor deb o'ylasak bo'ldi ekan. Chunki Turkiyaning tashqi siyosatida Türk millatining yoki Türk davlatininki bexatarligi birinchi o'rinda turadi. Yani Türk devleti o'zininki, yani Milliy güvenlik konseyi degan o'rin devletning bexatarligi birinchi o'rinda turadi. Yani bir fursat yo'q. Yani Türkiye devleti o'zining bexatarlik uchun eng muhim o'ringa shuni qo'ydi. Ammo Amerika o'zining qimmat qarshiligi vaqti kelganda birinchi o'ringa qo'ydi. Iqtisodiy qarab, siyosiy tarafga qarab turib degandek men shunchalik his qildim. Ömer Kamga so'z qilish fursati bersak, Ömer Ka sizlar ekranga bir qarasizlarmi, shu kameraning surati chiqadi. Kameraning suratini bersangizlar, nima suratlari chiqadi. Surat o'chib ketib qoldi. Sizning muborak yuzlarini ko'rib turib qaranglar. Ha, endi chiqdi, tamam. Chiqdimi? Chiqdi. Sizning buning qatadigan so'zlari bo'lsa, endi ma'u nima balki biroz xato tushunib qoldik. Albatta Amerikaniki qimmat qarashi bor. Qimmat qarashiga ega chiqadi. Shu qimmat qarashlar ustiga qurilgan bir davlat. Bu qimmat qarashlarini qo'g'dash uchun, uningga ega chiqish uchun nurg'un fidokorliklarni qilgan. Lekin boyam degandek Turkiya bilan selishtirsak, milliy bexatarlik meselesi onun için milli menfaat meselesi birinci mesele, Amerika için ikinci mesele desek bulmaydı bir yerde. Bir yerde milli bexatarlik meselesi mi, milli menfaat meselesi mi Amerika için birinci mesele. Şimdi bizninki meselemizge ki bakaşkan çağda endi Xitay bo'lgan munosabatlar bizning kelajagimiz uchun bular Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning kelajagi qanday bo'ladiganligi bizning taqdirimiz hozirgi sharoitda dunyoning taqdiri uchun nihoyatda cho'ng bir masala. Chunki eng cho'ng masala hozir shu Amerika Xitoy munosabatlarining kelajaginingki qanday bo'ladiganligi. Bu yerda ba'zi nimalar bor. Amerikada o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Hozir ba'zi ko'z qarashlarda Amerika bilan Xitoy cho'qim bir to'qinish paydo bo'ldi Amerika bilan Xitoy orasida. Milliy manfaat tufayli, milliy bexatarlik tufayli, dunyoga bo'lgan hokimiyat tufayli Amerika bilan Xitoy orasida cho'qim bir to'qinish bo'ldi degan bir nazariya bor. Masalan, buningda professor John Mearsheimer degan adam bu deydiki, bu cho'qim bu Xitoy bunda turmaydi, buning taraqqiyoti davom qildi, iqtisodiy kuchaydi, onun bilan siyosiy nufuzi kuchaydi, nufuzi kuchaygan sari bu shu o'zining rayonida bir hamma nimaga hokim bir davlat bo'lish, boshqalarni o'zining ta'siri ostiga ilishga tirishadi. Shu chog'da Amerika bunga ruxsat qilmaydi, shu yerda bir to'qinish bo'ladi deydi. Buningga shunda bu qilishi mumkin, buning oldini ilish kerak degan ba'zi ko'z qarashlar bor. Masalan, Graham Allison degan professor yaqinda bir kitob chiqardi.
Amerika bilan Xitoy orasida urush bo'lamdi deganligimizda endi Mhm. shuningga bu urushning bo'lmasligi uchun chunki Amerika mavjud bir qudrat Mhm. Xitoy bir yuksalayotgan bir qudrat buningga tarixiy jarayonlarni so'zlab chiqib tarixiy shuni tarixda bo'lgan voqealarni so'zlab chiqib shuning bilan selishtirib bu Amerika bilan mushundaq mangsa Amerika bilan Xitoy orasida bir to'qinish chiqishi mumkin. Buning uchun tadbirlar ilinishi kerak degan ko'z qarashlar bor. Boshqa ko'z qarashlarda yo Amerika hech qachon Xitoyga raqib bo'lolmaydi. Uning iqtisodiy masalan naytiliqi ko'p turilgan bir iqtisod yaqinda bu iqtisodiy krizga duch keldi. Masalan Anne Stevenson Young degan ayol o Xitoyniki iqtisodiy yaqinda bir krizga duch keldi. Shuning bilan Xitoyniki Amerika bilan raqobatlashishni misal qilmaydi degan ko'z qarashda. Hamda bu bizningki bir necha yil avval bir cho'ng bir odam bizga shunda bir nima degandi. Ya'ni Uyg'ur masalasining kelajagi qanday bo'ladi deb biz savol so'ragan chaqda Uyg'ur masalasining kelajagi Amerikalar hamda bizda birinchi Allah, ikkinchi hamda Amerika bilan Xitoy munosabatlariga qarashli. Agar Amerika bilan Xitoy chiqsa kelgusida dunyoni birga boshqaraylik biz birga manfaat birligimiz var bazı noktalarda shuningga birga boshqaraylik birga do'st bo'lib o'taylik desa Uyg'urlarningki ishi tasdir. Agar Amerika Sovet qaratgan siyosatini Xitoyga tutsa chunki Amerika uchun nima Sovetlar qaratgan siyosati aniqdi Amerikaniki. Chunki Sovetlarni yiqitish Sovetlarni. Shuning bilan bunda bir agar siyosat bo'lib qolsa, u chaqda sizlarningki ta'limlar kelgan bo'ldi degan hamda. O birinchi albatta Uyg'ur xalqining o'ziga qarashlik, lekin sirtqi omillarni nihoyat muhim. Uyg'ur xalqininki mushu da'vosiningki g'alaba qilishi, o'zlariningki orzu umidlarining amalga oshishi uchun bu sirtqi omillar ko'p muhim. Bu muhim bo'lganligi uchun u odamning digini to'g'ri bir nimatdi. O shuningga dediki bizga sizlar hozir chunki Amerikaningki Xitoy qaratgan siyosati aniq emas. Xitoy bilan do'st bo'lib o'tamdi Amerika yoki Xitoy bilan dushmanlashamdi. Ya'ni raqobatlashamdi, bir raqobat kiramdi. Ammo bu aniq bir siyosat belgilangan siyosat emas. Bu anda hozir bu Trump hukumati bilan bazı kabinet a'zolari ichida biraz o'tirda nimalar bor. Ko'z qarash ayriliqlari bor. Chunki o'tganda yaqinda masalan Nurimi deb o'tganda hamda Amerikaningki mudofaa ministri buni ochiq bayon qildi. Xitoy bilan Rossiyaningki terrorizmdan cho'ng tahdid bo'lganligini buni ochiq ifodaladi. Undan keyin yaqinda bu FBI'ninki reisi, FBI'ning mudiri Xitoyning nayt cho'ng tahdid ekanligini, hatto Xitoyninki mushu Amerikada turayotgan Xitoy o'quvchilarining Xitoylarninki muhim ishi o'rinlarda ishlayotgan Xitoylarning ya'ni Xitoy o'quvchilarining Amerika uchun Xitoy bir tahdid ekanligini ifodaladi. Bu hozirgi sharoit garchi hukumatda nima bo'lmasa-mu mushunda Xitoy bilan bir to'qinish tarafga mangadigan bir manfaat to'qinishiga duch keladigan bir yo'nalish qarab ketib boradi. Shuningga balki kelgusida bizga fursatlar chiqishi mumkin. Ammo hozir Xitoy Amerikani tashqi siyosatini, shu Xitoy qaratgan siyosatini mushu Shimoliy Koreya masalasida bir guruhga ilib olgan bir nima bor. Chunki Xitoy Amerikaga Shimoliy Koreya masalasini men hal qilaman, men sana hal qilib berman, buningda men cho'ng rol o'ynayman deganligi uchun Amerika hukumati hozir Prezident Trump bu kishilik huquq masalasi o'zining qimmat qarashlarini bir tarafga tashlab qo'ygandek bir manzara bor bu yerda. Chunki hech qachon hozirgacha Trump kishilik huquq, demokrasiya, erkinlik degan nimalarni talaffuz qilmadi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarida. Undan keyin hatto Janubiy Jungo dengizi nayt cho'ng bir masala. Hatto bunimi hozir og'ziga olmoqda. Hozir bir necha oydan beri Janubiy Jungo masalasi degan masala Amerikada shundoq siyosatchilar tarafidan
tilga ilinayotgan jiddiy masala bo'lib munozara qilinayotgan masalalar bir mundaqcha aytgan chog'da bu unutilib qoldi. Hozir tilga ilinmaydigan bir darajaga kelib qoldi. Demak, bu yerda Xitoy hukumati bu Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlaridagi mushunidan foydalanyapti. Xitoy hukumati bu Koreya masalasini ilgari surib, men buni hal qilaman deb, Amerika bu shuning qarab bu hal qiladi deb, bu masalaga qarab turib, vaqt o'tib boradi. Vaqtni uzatyapti ve o'zi bir tarafdan o'zininki Amerikaga qarshi o'yinlarini o'ynayapti. Masalan, Amerikaningki dünyadaki nimasini ojizlik uchun o'zininki nüfuzini siyosiy, iqtisodiy, harbiy nüfuzini oshirish uchun nihoyatda tez surat bilan ilgirlab menyapti Xitoy. Bu Xitoyninki masalan bir valvoq bir yo'l projesimi mushu nimasiningki maqsadlarini amalga oshirishiningki eng cho'ng nimalardan biri bu. Hamda projelaridan biri. Allah razı olsun. Rahmet. Men yana sizlarga so'z beraman. Chunki bu masalada bu bir ayrim tema. Xitoy bilan Amerika munosabatlarida yana sizlarga so'z beraman. Buni yana biroz to'xtalishimiz kerak, chunki biz muhim ko'ngil bo'ladigan temalar bu. Nuri Turkal efendim, birazdan oldida şu Amerika'nın qimmat qarshi ve davlat bexatarligi masalasida bir o'zgarishchanlikning bog'liqini degan mush gapning o'zini fursat deb his qilgandim men. Chunki ba'zan davlatlar bor, qimmat qarshimi yo'q, agar bo'lsin faqat o'z davlati uchun ham kurash qiladigan. Shunday yerdan ne yapmak tez oldu. Bundan keyingi ittifoqdoshligimiz ve savdimiz da xato paraz taxmin o'tirib chiqib qoladi. Ömer Kam'ның sözüdün sizningki yani bununla qo'shimcha yoki bununla qarshi yoki buni qo'llaydigan bir inkasınızı anlab baksam, bunundaki ikinci tema qo'ysin. Ömer efendi bu muhim halklık meselelerini dert etken bir yerdeki neymiş ki bu Amerikalıklar daim devlet menfaati tutsa neymiş ki bu kısmet göz karşı bu insaniyetin teşvik kıldıran pozisiyada turdu degan sual yapılan buluş mümkün. Hem de bulatma şu Irak uğraşıdan keyin Amerika'daki dünya sahnesinde şu insanperverlik meselesi tutkan pozisiyasida O'rta Sharqdagi ixtilof tutkan pozisiyasida tushuniksizlik taraf turgan ahvol bo'lganlik uchun ba'zi vaqtida bu Amerikaliklarda insonparvarlik va prinsip asosida tashqi siyosat yurgizgan vaqtlar bor desa, buni o'qigan, anglagan odamlarga bu mantiqsiz anglanadigan bunday bir kayfiyatni shakllanishi mumkin. Lekin bu davlatninki bu qanday o'tirib chiqib qolganini tushunsak, bu masalaninki tegiga chiqish mumkin. Bu Amerikaga keçip kelgan o'z vaqtida kelganlarning kelgan dastlabki mezgildagi Amerikaliklar bo'lsin, keyin Ikkinchi dunyo urushidan keyin ko'chman sifatida kelganlar bo'lsin, buning hammasi Amerikada o'zining tug'ilgan yerdagi autokratik hokimiyat, podshohlik tuzumi, diktatorlikdan voz kechib kelgan insonlar. Shu bu davlatda insoniyatninki huquqiga hurmat qilish kerak. Inson tug'ilgan chog'da qo'shal bo'lish, yashash, boy bo'lish, fikrni erkin qilish, izhor qilishdek huquqi va degan narsa ma'lumotning ideyasi sinib ketgandir millat bo'lgani uchun. Qur'oni Karimda bor. Bir yerda birisi ezilibdi desa, buningga bu o'ziga bog'lay oladi. Bu bog'lay oladigan sababi bu kelganki dastlabda Angliyadan kechib kelgan bo'lsin yoki keyin bizga o'xshab kelganlar bo'lsin, hammasiningki Amerikaliklar bilan yıllardan beri bu ortaklaşıp ketken bir kıymet göz qarash ortaklığı var. Öz vaqtida Angliyada keçip kelganlar bu qandaqsiga bu shirkatning beshimi bir adam, davlatning beshimi bir adam, sud mahkamaning adami bir adam bo'ladi. Bu qandaq ish bu deb ashundan bu ashundaq bir sistemda keçip kelgan bo'lg'achqa, Nabay ta'kidlab o'tgandek bo'lib o'tgan. Beraber mundaq bir davlat sistemasini o'tirib qo'ygan. Şu bir yerde bu xalqning ichida shunday bir ideya bor. Sen bana ağanlı, çarpıcıganlı, çaresiz qalğanlı bəginlər. Şunu da qaraydigan bolsaq, bu Amerikada aşağı bir muhit bo'lg'achqa, akademik muhitida bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, yoki bo'lmasa xizmat yerlarida bo'lsin, bularda bir kashfiyotchilik, haqni araydigan bir madaniy bir xarakter va bir xalq. Shuning uchun bu tashqi siyosatda
ko'pincha vaqtida bu debate deymiz, bu munozara davlat manfaatimi yoki prinsipni asos qilamiz. Agar davlat manfaatini markaz qilgan bo'lsa, qachon prinsip ko'chimiz deydigan shunday doim o'zgarib turadigan bir pozitsiya. Buni inglizchada is it interest based or principle based foreign policy deb so'rashadi bular bir-biridan. Endi shunga bu gap biroz chunqur ketib qoldi. Bu temada keyin paranlasak bo'ladi boshqa. Lekin Umar afandim degandek shunday bizga yaxshi foydali sharoitlar ko'zimizga ko'rinib turibdi hozir. Bu yana o'zgarishlardir. Yani demek çoğunuz Amerika'da yaşayan xalqlar arasında insanın hukukunu qo'g'dash degan bu qimmat qarashi bu ezelden bu yıldızlık aleti var. Eğer Amerika devleti tashqi siyoset tarafda boshqa millatlarga da'vo qilayotgan qimmat qarashlarni, yani insanın hukukunu qo'g'dashdan iborat qimmat qarashlarini da'vo qiladigan bo'lsa, yani bir kuni masalan vaqtliq Jungo bilan birlashish yoki qo'rqash boshqa davlatlardan yoki bu da'voni suslaştırıp koyduğun avval yüz bergen takdirdimi bir günü yani Amerika halkının içinden yani bu kıymet karşın devamlılık oturuq sep çıkıdığanlar hatta prensip ornuq kötürep çıkalaydıganlar ba demekçisiz. Hoş. Bundaqda ikinci mesele görsek bu Trump diye adam bizninki biraz bizni mi gangirtip koydu, dünyanı mı gangirtip koydu, Xitayni mı gangirtip oturdu. Ya bek akıllık adam mı ticaretçinin içinden çıqqandikin. Trump qanday bir adam, chunki bundan keyin agar u huquq bilan bo'lib qolsa albatta bizning siyosiy yo'llarimiz bilan bizningki da'vo odamlarimiz bilan ko'rishadigan ish chiqadi, Sharq Turkiston da'vosini anglitadigan ish chiqadi. Masalan, bu yaqinqi o'tganki 2 hafta ichida Gollandiyaning podshosi Tibet va Uyg'ur masalasini Xitoyning oldiga qo'ydi. Bu podsho jamiyatining ichida ba'zi kishilar deydi, tunji qitim Xitoyga podsho jamiyatidan va Uyg'urni bo'zaq qilma, Tibetni bo'zaq qilma deganlar, bu qadam tunji qitimliq deganlar bor. Gollandiya xalqimi buni nim qildi. Shuningdek Trump kelgusida Xitoyga qarshi undaq gaplarni qilamdi, nim deydi. Bu masalada Trumpni bir qaysinglar yaxshi tushuntirib birsizlar. Uni sizlarga qo'yib bersam, Trumpni tushunib aqlib biroz. Trump'da nima? Sizlar qaysinglar yaqinroq Trump bilan yani uni? Ya bu Trump hozir nima albatta Trump'ninki prezident Trump'ninki qandaq bir siyosat tutadiganligi, Xitoyga qarshi qandaq bir siyosat elib beradiganligi mencha aniq emas texichu, aniqlanmagan. Ba'zi yerda shu manfaatga qarab oladigan nimaga qarab, bayam siz dedingiz tijoratchi bo'lgandek, oladigan nimaga qarab bu siyosat o'zgaramdi. Buni tasavvur qilish mumkin emas. Chunki boshda chiqqan chog'da masalan ko'p umidlar paydo bo'lib ketdi. Masalan, o'zininki saylam nimalarida hatto Xitoyni Xitoyga hujum qildi, Xitoyga chiqqandan keyin hokimiyatga kelgandan keyin Xitoyga qarshi qattiq siyosat ilib boradi degan bir nima mavjud deyildi. Bir ko'z qarash. Va kelib bu shunda bo'ldi. Chiqiblar bir necha kundan keyin bilasizlar Tayvanning prezidentini telefon bilan Tayvan prezidenti telefon qildi. Bu nihoyat cho'ng bir signal bo'lib hammaga nima shunda ko'rildi, qaraldi. Dediki masalan tunji qitim bir Amerika prezidenti Tayvanning prezidentiga telefon qildi. Bu Xitoyning qattiq noroziligiga sabab bo'ldi. Bo'ldi ama keyin Xi Jinping bilan ko'rashgandan keyin bu nima butunlay o'zgardi. Shu burunqi siyosatga qaytdi. Burunqi siyosatda shuga bir Xitoy siyosatini bu hukumatning bu hokimiyatning shuni qabul qildiganligini namqarab Xitoy anandagi Tayvanni mandat ketgan chog'da Tayvanni tashildi. Tayvan prezidenti bilan ikkinchi qatim hatto u prezidentniki o'zining talabi bo'lgan bo'lsa-mu hech qanday gap qilmadi. Ama hozirgi nimada balki shu Shimoliy Koreya masalasida boshqa masalalarni hozir bir tarafga qayirib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi eng birinchi Amerikaningki Osiyodagi Sharq Osiyodagi eng cho'ng nimasi tahdid, hamda Amerikaningki milliy bexatarligi uchun, milliy manfaat uchun eng cho'ng tahdid bo'layotgan nima? Amerikaningki ittifoqdoshlari uchun o rayondagi Shimoliy Koreyaning o'sha yadro qurol masalasi. Buningda hamda Xitoy nihoyatda cho'ng
nima o'ynayalaydi. Endi rol o'ynayalaydi. Shuningga bu Amerika shuni biladi. Shuningga endi balki shunda ko'z qarashlar bor. Balki shu sababdan hozircha Trump Xitoy qaratgan haqiqiy ilqinmasini ma masala hal bo'lganicha nima qilmagan bo'lishi mumkin deb. Ammo endi Amerikani bayam Nurimi deb o'tgandek bu yerdagi insonlarning o'zininki qimmat qarashlari va shuningga ega chiqib shu asosda menib kelayotgan xalq bo'lgandiki endi Amerikaning yuqori qatlami oliy darajadagi nimasi prezident idorasi masalan bu masalaga ko'ngil bo'lmagan bilan masalan Uyg'ur masalasiga kelsak onun tuvan qatlamdagi rahbarlar masalan tashqi ishlar ministrligidagi bo'lsin hukumatningki tuvan qatlamidagi o'ttiri qatlamdagi rahbarlar ya'niki idorachilari bu masalaga qattiq ko'ngil bo'lyapti. Shu bo'layotganliginingki necha nimalarimi bor masalan uningki isbotlarimi masalan necha qitim o'tgan nimada o'sha Amerikaningki hukumati qarashlar hukumat tarafidan nima qilinadigan diniy erkinlik komiteti va shu qattiq Xitoy qarshi bayonotlar e'lon qildi. Masalan yaqinda shu Malayziyadagi 11 bal masalasida Amerika tashqi ishlar ministrligi birinchi qitim nimarak yumshoqroq ikkinchi qitim xeyli qattiq bir bayonot e'lon qildi. Yani bu asan bir ish emas bir davlatningki shu 11 Uyg'urning masalasiga aralashib u masalani bir tashqi ishlar saviyasida bununla norozilik bildirib Xitoyga bu Malayziya hukumatiga buni Xitoyga bermadi nima qilishi bu nayte cho'ng bir signal Xitoy uchun. Shuningga Xitoy nayte buningdan norozi bo'ldi, noroziligini bildirdi. Uning sirtida Amerikaning bayan nima deb o'tgandek hamda qonun chiqarish organi bor. Nayte kuchli Nurining bir degani to'g'ri chunki bu Amerikaning bu kongresi boshqa davlatlardagi parlamentlarga o'xshamaydi. Chunki boshqa davlatlardagi parlament a'zolarininki salohiyati, kuchi mayadagi kongressmenlarning ya senatorlarning kuchidek emas. Bu yerdagi senatorlar, kongressmenlar o'zining partiyasiga vaqt kelgan chog'da o'zining partiyasiga qarshi tura oladi, qarshi bo'lgan qarorlarni qabul qila oladi va o'zi ishongan nimada noyteliqi chin ma'noda. Shuning uchun bu senatorlar, kongressmenlar bularninki bizga bo'lgan qiziqishi kundan kunga eshiyotidu. Yani Amerika Kongresi bilan biz to'g'ri bir şekilde siyosiy faoliyatlarni yaxshi ilib ma'nolaydigan bo'lsak, Xitoyga besim qilish ehtimoli %50 bor deganga. Eng cho'ng besim shu yerdan bo'lyapti hozir. Shu kongressmenlar, biz shu kongressmenlar bilan bu yerda eng cho'ng nimalardan biri bor, masalan, rahbarimiz Mishada, Washingtonda, bu yerda Uyg'ur Amerika jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari va shular hammasi bu yerda siyosiy faoliyatga qatnashayotganlarning hammasi bu faoliyatlarda kongress bilan Amerika kongresi bilan yaqin munosabat qurib, yaqin munosabatlarimiz bor, qarorlarni chiqaryapmiz, shu yerdan guvohlikdan o'tish yig'inlari tashkillayapmiz. Mana atdagi bir konferansimiz bor. Yana 5-yilda bir yerda bir Uyg'ur madaniyat kuni va mush orqali mush kongressdagi do'stlarimizni kuchaytsak, do'stlarimizni ko'paytsak bu kongressmenlar uning kelsa hozir yaqinda o'gin bir xat yozilmoqchi bu hukumatiga nima Trump hukumatiga tashqi ishlar ministrligiga o'sha Uyg'urlar masalasida bir necha kongressmen qo'l qo'yib shu tunigan u xat tayyor bo'ldi bu xatni avatmoqchi. Demak da'vatni bu yerda har jihatdan yuqori darajalik prezident Trump o'zi shaxsan bu masalani o'ttirib qo'yib bu masalani tilga olmagan bo'lsa-mu tuvan o'ttiri darajadagi shu hukumat xodimlari va parlament a'zolari va boshqa xalqaro tashkilotlar Amerikadagi bu masalaga jiddiy ko'ngil bo'lib bu yaqinki bu Xitoy hukumatiningki bisimi haddidan ziyoda inson qiyofasidan chiqqan bisimlari bu yerdagi insonlarni harakatga keltiryotdi va nurg'unlagan faoliyatlarniki elib berilishiga ve müşkatlarının yazışıga, bayanatlarının çıkışıga sebep oluyordu. Allah razı olsun. Nuri Türkel efendim, bu Trump doğrusu kısaca bir sizin ağızlardan bir narsa anlat bakın. Qaysanlanda şu
2016 yılı 11. ayının yazı televizyondaki sonralıdı bu Amerika'nın hazır prezidenti orada köp uçurlarını görüyorsa, bazı nesler külükülük, cüvi neslerini görüyorsa, ümitsizlengen ahvalına bakan buluşum mümkün. Endi bu Amerika'nınki bu Trump'ın bugün sahne çıkışımı bir tasadifi ahval emas. Bu bundaq bir Trump okşaş par dercilik milletçilik göz karşı yazdı dünyanın hamma yerlerinde keng ko'lamlik targ'ib qilinayotgan ve ma'lum derecede siyasi sahneye çıkışga amil bo'layotgan bir vaziyatni ko'rib turyapmiz. Buni Polsha'da ko'rdik, Vengriyada ko'rdik, hatta Germaniyada bu ko'rildi. Az ondan keyin bu Trump'ın ki bugünkü bu sahneye çıkışında neçe türlü sebeplerden çıkan bir iş. Birisi bu burunki prezidentlerde bu Amerika'daki işçi sınıf aktarlıklarının ki hukuk menfaatleri taz itibarga verilmeyen. Onun için bu konservatif gruptaki Amerika halkının ki göz kararları taza hürmetke kaderleşme erişmeyen. Onun için ticari meseleler şu Amerika'daki fabrikaların sırtqa çıkış üyetketlik sebebinin işsizlik meselesi. Onun için bu köçmen meselesi, şu misafirler meselesi diye okşaş. Her türlü meseleler Trump'ın sahneye çıkıp kalışına bir uzundan beri yığılıp kalan bir yığılıp müşnak bir hadisenin ortaya çıkışına sebepçi olan bir iş. Hem de bu Trump sahneye çıkıp prezident olup sayılına çıktı mı diyen dersen bu Amerikan siyasetini çok fırlap kesek bu söhbət uzurab ketidi. Lekin bu körülmelerge bir narsani eskartish zarur. Amerikanın prezidentininki bu hazır prezidentning 4 yil bu amalda o'tiralışı, yoki bo'lmasa qayta saylanışı, yoki bo'lmasa muddatidan ishdan chiqib ketishi hozir davom qilayotgan tekshirishga bog'liq. Sizlarning balkim xayringlar bordek, Donald Trump bir Amerikanınki 45. prezident bo'lish sifati bilan Amerika'nın adliye sistemisiga, Amerika'daki matbuotninki roliga, Amerika'nın hatta kongresga, suhbat mahkamalarga bo'lgan tushunchasi ro'shan bo'lmasmi bir belgisiz holatdagi bir odam bu. Mesela Amerika'nın adliye ministri ve FBI müstakil bir organ. Amerika'nın adliye ministri gerçi prezident tarafından hizmet tayinlangan hizmet bo'lsa Amerika'daki en çok kanun icra kılınan bir ministerlikten rehberi buluş bilen bu prezidentin müstakil tutulan bir organ. Lekin bu adam en adlisi Amerika'nın prezidenti olan Trump. Bu şu adliye ministerini özüne bir ittifak işte görüyordu bu bir. İkinciden bu hükümetin ki Amerika'nın ki federal hükümetine bağlan düşüncesi mi tabii roşen emez. Mesela Azerbaycan'daki ABD'de ötkende 4 mingga yakın adam yeni prezidentler hizmet çıkış gerek. Hazır şu yukarı katlamda Amerika prezidenti teyinlep Amerika'nınki kongresten tasdiqlaydigan hizmet organlarının köp sanısı boş. Ministerleri yeri kep bo'lgan bilan ma'lum minister universitetdagi nurg'un ofislar, nurg'un hizmet organları hazır boş. Yani yig'inchoqlab aytsak yig'inchoqlab aytganda bu adam birisi bu aile ticaret dünyasından kelgan bo'g'achqa bu hükümetlerin hiç tecrübesi yok. Onun için xalqaro vaziyatdan hech qanday tecrübesi yok. Hatta bazı xalqaro en başta so'zlab o'tgan Amerika'nın Ikkinchi dunyo urushidan keyin o'ttirib chiqargan shu xalqaro sistemdanmi toza qo'llab ketmaydigan, tushunib ketmaydigan bir tecrübesiz prezident. Şu anda bu adam qarab turib Amerika'nınki siyosatidan ümitsizlanmaslik kerak. Bu yerda mustaqil matbuot bor, mustaqil parlament bor, sud mahkamalar bor. Bu prezidentninki kelajagi ya bundaq tuzilishi mumkin bir necha yil va bir necha oy ichida. Xo'sh, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mushunchalik tushunib turlar bu qitim Alloh xohlasa kelgusi zamonlarda taxmin yaxshi tushunishga erishamiz. Amerika'nın bu Trump meydana chiqqandan keyin ko'chmanlar siyosatida jiddiy o'zgarish yuz berdi. Bir qancha davlatlar, hatto 7 davlatni cheklab etdi kirishni, masalan, shaxslarning, kirayzanlarning. Uyg'ur muhojirlarining Amerikaga ko'chishi, yoki Uyg'urlarning berib o'ltiraqlashishi, yoki multaji bo'lib siyosiy panohlik talab qilishida buningga ta'sir ko'rsatdi. Chunki bizningki nurg'un qarindoshlarimiz davomli yezyotdi, bizlarga yezyotdi.
Yevropaga ko'chishni maqsad qilayotgan minglarcha odam bor. Amerikaga ko'chishni maqsad qilayotganlar, Kanadaga ko'chishni maqsad qilayotganlar bor. Bularga nisbatan muhim bir jip uchi bilan ta'minlasang degan. Ya'ni ko'chmanlar siyosati bizga qanchalik ta'sir ko'rsatdi? Uyg'urlar. Nuri. Bu yeni prezidentning ko'chman masalasi tutgan siyosatida azizlik bir o'zgarish qonun yo'li bilan o'tirib chiqqan o'zgarishni ko'rmagan bo'lsakmi, siyosiy tus va buningki o'zining pozitsiyasi sababidan Amerikaningki ko'chman bo'lib, shu musofirlar ko'chman ishi biraz qiyinlashyapti. Hem bir yerde bu Uyg'ur bo'lish bilan Amerikaningki shu siyosiy panarlik qonundan qanchalik manfaat ko'rgan oldu deganim yillardan beri Amerika'da mutlak ko'p sonli odamlar siyosiy panarliklar yerda qatqargan. Burunqi qaragan chog'da bu vatandagi azob uqubatdek değişib ketgani uchun English country condition deydi. Vatandagi vaziyatdek değişib ketgani uchun bu Trump sahnaga chiqishining oldida Uyg'urlarning bu Amerikada mustaqillik iltijosidan qetqilish ishlari biraz qo'laydi. Ama degandek bu Amerika'nın kongresinden bu musafirlarni, bularni siyosiy panohlaydiganlarni azaytish kerak, u kirish, buni qilish kerak, buni qilish kerak deb tafsili qonun chiqmagan bo'lsa-mu, yangi prezidentninki musafirlar programmasiga iltijo qildiganlarning sonini ma'lum yo'l bo'yicha azartishimiz kerak degan bir so'zi bilan bu çiniş ahvali o'tirg'i chiqyapti. Mesela ish bajarishda, tasdiqlashda burunqidan tashlashadigan, uzun vaqt ketadigan, hatto hojasiz dastlabki qadamdan o'tamaganlar sot ketadigan ahvollar chiqyapti. Endi bu yerda bu shunday davom qilamdi degan savol kelsak, balki shunday davom qilish mumkin. Bundan texnik taslashib ketishi mumkin. Lekin bizde ko'pincha Uyg'ur jamoatchilikda bu tübetlikle Amerika'ya vasıtan siyasi panoh degan bir gaplarni ko'p anglaganman. Bundan bir narsa yo'q. Ben o'zim bir advokat bo'lish bilan va ko'chman chiqib boqqan bir odam bo'lish bilan shuni deyalım, Uyg'urlarningki siyosiy panohlik iltijosini qabul qilish nisbati menimcha Amerikada eng yuqori deb qarayman shaxsan. Shunday. Shunday evzel bo'lmagan sharoit ostidami, shunday faydasız bir siyasi muhitimi, shunday ko'chmanlar qarshi siyosiy nuqta nazardagi bir prezident hukm surayotgan davlat turibmi? Ya'ni shuni deyishim mumkinki, Uyg'urlarning siyosiy panohlik tilab muvaffaqiyat qozonish nisbati boshqa izilgan millat va boshqa xalqqa qaraganda yana yuqori. Uyg'urlarni Amerikaga ko'chirib akelish ehtimolligi bormi masalan? Amerika'da musafirlik yolundan iki xil yolundan Amerika musafirlik, mesela refugee olab kelish mumkin. Birisi bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki musafirlar komitesi'ndeki interview qilib, biz bekitib, devlet kuşup etildiğen yolundan bir yol. Bunu bu undalar özü kelmeydi. Hükümetin programmasından keldi. Maqağalla o'quvchi vizadan, sayohat vizadan keldiganlar bu yerga kelib, bir yerde iltica qildi. Ularni siyosiy panoh iltijosi deydi. Hükümetinki yolu bilan tekshirishidan Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan keldiganlarni musafirlar refugee deymiz. Bu ikilisi qonun jihatdagi o'lcham o'xshash bo'lgan bilan bijirilish ahvoli yo'li o'xshamaydi. Birisini hükümetin programmasidan o'zlari ekilib yerlashtirdi. Qolgan turdagilar o'zi qanday vizada kelsin, kelgandan keyin iltijo qilib, men Yevropaga o'xshamaydi bu yerda advokat tutib iltijo qildi. Yevropaga o'xshash men siyosiy panohlandir Yani iltica qilib kelganlar uchun siz shaxsiy advokat bo'lish sifatingiz bilan yordam qila olamsiz. Masalan, chunki hozir Turkiyada bir qancha ming o'quvchilarimiz o'qiyotdi. Bularni Amerikadagi universitetlarga o'rgatish ehtimolligi bo'lishi mumkin kelgusi zamonlarda. Bu shaklda kelgan universitet yo'li orqali kelgan, ya'ni imtihon berib, bo'lib Misrdan kelgan o'quvchilar hozir o'qishini davomlashtiryapti %80%. Bularning Amerikada o'qish ehtimolliklari bundan keyin kuchlandi inshaalloh. Bunu akademik yollar orqali buni qilishga tirishimiz. Bu jihatlarda Amerikaga bir Uyg'ur berib ko'chman bo'laman desa, bu jihatlarda mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi
nomi bilan bo'lsin, mayli sizning advokatlik nomingiz bilan bo'lsin, qanchalik yordam qila olasizlar? Amerika'da siyasi panohlik tilash uchun o'tmishda millat, din ve ma'lum bir siyasi yoki ommaviy guruh a'zo bo'lganlik sababidan o'tmishda ziyonkashlik uchragan bo'lsa, shu ziyonkashlikning qayta takrorlashidan endish qilgan odam qilgan bir siyasi panohlikni mushtaq bir ahvol ostida Amerika hukumatiga yo'llash mumkin. Bizning Uyg'urlarning bir ko'pincha Amerika chamdan ko'tarib kelgandan to'lisinki şu kanun jihatdagi legal test deymiz, şu kanun jihatdagi shartiga uygun keladi. Mesela Uyg'urlar diniy jihatdan, milliy jihatdan, siyosiy ko'zqarash jihatdan va ma'lum bir grup degan uchun asarlik millat degan gap yerda aslında terkibida olduğun için ziyan zahmet uçraydı ruhi jihatdan, jismoniy jihatdan. Bu Amerika'nınki o'tmishdagi ziyonkashlikka ölçümü doğru. Ben ma kelajakdagi ölçümüge doğru kelish uchun u yerdan bu yerdan mesela burun tuğay yerde bir siyasi faaliyetler katlaşkan olsa, yoki bo'lmasa aile tavadarını Xitoylar qo'lg'ilib, tahdid qilib, ya u yondagini balani qizini yandirib kelib tahdid qilgan ahvollar bo'lsa, bu kelajakdagi o'ziga keladigan qo'rqinchning ifodasi va isboti bo'ladi. Agar mushundaq bir ahvolga duch kelgan qarindoshlarimiz bo'lsa, tabiiy sharaf bilan xizmat qilamiz. Allah razı olsun. Bizning sualimiz bir qancha, yana temamiz biroz ko'p, hozir 1 soatdan oshdi. Shunga qisqa. Buningdan keyingi javoblarni biroz qisqa ilishini umid qilaman. Ya'ni Uyg'urlarga kelamiz. Uyg'urlarga kelishdan burun qarindoshlarga deyman, chunki izlayotgan qarindoshlarning soni biroz ko'p. Qarindoshlar inkaslarni yozadi, ko'pincha inkaslar yuqoriga chiqib ketganligi uchun men ulardan kechirim so'rashninki so'zi bilan qaytadan inkas, ya'ni savollaringlarni qaytadan so'rashinglarni umid qilaman, chunki nurg'un qarindoshlar burun savol so'ragan, hammasi ustiga chiqib qolibdi. Shuni bir boshdan nim qilsak, chunki sizlarga savollar intayin ko'p tushyapti. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin degan qarindoshlar ko'p. Sizlarga salom qilyapti qarindoshlarimiz va mushu musofirlar to'g'risida nurg'un savollarni so'radi. Shun buningdan keyin qarindoshlar mushu savollarni qaytadan o'tirib qo'ysa, shunga javob bersak deyman. Amerikada Uyg'ur masalasi kelamiz. Amerikada qanchalik Uyg'ur bor? Amerikada Uyg'urlar nima ish qilyapti? Siyosiy nima ish qilyapti? Ziyoli nima ish qilyapti? Buni qisqacha Ömer Kam'dan javobini olsak, marhamat. Endi Amerikada Uyg'ur davosininki uzun bir tarixi var. Amerika bayan deb o'tgandek, Amerika Xitoyga besim qila oladigan bir davlat bo'lg'ashqa, Amerika kuchlik bir super kuch bo'lg'ashqa, burundan tortib bizning liderlarimiz o'sha Amerikaga yuzlanish, Amerikada bir baza qurish, Amerikada bir harakat boshlash uchun tirishgan. 1977-yillarda İsa Efendim o'zi bu yerga safar qilib, Amerikada bazı siyasetçiler bilan kurashgan. Onun ikinci 80-yilları bizniki G'ulomidin Kamba bir yerda, G'ulomidin Paxta. İlacı var, hazır altını çıqıraq deb bəsli yaxşı. Ya bunda bir tarixiy jarayonni deb etmasak bo'lmaydi buni. Şu G'ulomidin Kamba, onun ikinci bir yerda G'ulomidin Kamba 80-yilları nima qildi? Yolg'iz mujohid degan xabarlar chiqqan, shu chaqda men o'qigan 90-yilları. Ondan keyin 88-yilga deyman, 88-yili Anvar Yusuf geldi. Anvar Yusuf kelib bu yerda ba'zi faoliyatlarni qilishga va o'sha davoni tonitish qidirishdi. Anvar Yusufdan keyin onun ikinci 90 Yani kim geldi? 96-yili mushu nimadagi Saudiya Arabistondagi hamshahrilar, yurtdoshlar mushu Amerikada bir merkez kurup Amerika'da milli davanı Amerika'da kuchaytimizda alayda Hüseyin Qari İslami ve Abdülkadir Hacı Kambila billah bir yer kelib bir yerde bir merkez kurdu. Bu merkezin mas'uli şu nima bizningki Anvar Yusuf oldu. Bir yerde bu merkez bir qancha zaman faaliyet qildi. Albatta onun için 98-yili bir yerde bir buruluş noktası nimasi oldu. 98-yili. Çünkü 98-yili Amerika'daki ziyolilar Olcu vakasından keyin kuchlangan milliy hissiyot bilan Amerikada 98-yili 5-oyning 28-kuni Uyg'ur Amerika birlashmasida birlashma bir tashkilotni qurdi. Bu tashkilot bu davoyimizniki Amerikada sistemlik mengishida
nayte çoğun rol oynayan bir teşkilat. Hazırgacha bu teşkilatın faaliyeti devam kılatıdı. Mana Nuri efendimiz degandek bu teşkilat elbette şu G'ulamiddin Kam, andiki bir yerde Reşat Abbas efendim ve başka ziyalilarınki yetekçiligide Erkin Sıddık bunun içinde Muşi ziyalilarınki yetekçiligide kurulgan şu nime kurulgandaki bu bir kadar sistemli bir hal aldı, sistemlik bir şekilde dava anlatılışa başladı. Kongresler bilan shundan münasebet kuruldu, kongres a'zolari bilan, parlament a'zolari bilan nurg'un yig'inlar uyushtirildi. Şu çağdaki Sürgün hükümet ondan burun kuruldu mu, keyin kuruldu mu? Nima deysiz? Sürgün hükümet. Ya sürgün hükümet keyin kuruldu. 2014-yili nima 2004-yili kuruldu-ku sürgün hükümet. Bu nimada o keyin qurilgan bir nima. Men asosida deb kelyapsam siz aralashib buni. Bu nimada butlukmu Amerika'daki hareket albatta nima bizningki milliy rahbarimiz Rabia Qadir Xonimning 2005-yili Xitoy turmasidan qo'yib berilib 2005-yili 3-oyning 17-kuni Amerikaga yetib kelishi bilan bu yerda bir cho'ng bir burilish nuqtasi bo'ldi bu tarix. Chunki Rabia Xonim kelgandan keyin undan keyin bu da'vo Amerikada nihoyatda keng qanot yayg'ini boshladi. 2007-yili bilasizlar Rabia Xonimni prezident George Bush Pragda 50 necha davlatning vakillari va bir so'rinda Rabia Xonimning ismini atab Rabia Xonimni madihlab uningdagi Rabia Xonim bilan ko'rishdi. Shuning bilan Sharq Turkiston davosimi, Uyg'ur davosimi xalqaralashishga boshladi. Prezident Bush yana o'zi bu Oqsaroyda Rabia Xonimni yana bir qatim ikkinchi qatim qabul qildi. Bu shaklda Uyg'ur davosi Amerikada nayte ko'p siyosatchilar bilan kuchurishib, bu parlament a'zolari bilan kuchurishib, bu da'vo bir iliq Amerikaningki garchi rasmiy siyosiy nimasiga kun tartibiga kirmagan bo'lsa-mu, Amerikada nurg'unlagan o'ziga tarafdor yig'di. Tarafdor to'pladi. Mushu tashkilotlarningki, mushu rahbarlarningki burun bo'lsin, yangi bo'lsin, bu rahbarlarningki faaliyatlari sayesinde mesela şu ötken nima demo deb o'tdik bu qaranglar bu Guantanamo meselesindeki Uyg'urlarning hammasi şu Guantanamo'daki Uyg'urlarning hammasi mu gunohsiz deb qo'yib berildi. Bu Uyg'ur davosi Uyg'urlarningki nihoyat cho'ng bir g'albisi edi. Chunki Xitoyningki shunchalik besimga qarinmay Amerika hukumati bular gunohsizga, bular hech qanday dushman jangchisi degan nimani ularni elib tashlab, bularning hammasini qo'yib berdi, boshqa davlatlarga avatdi. Shuni ular ya'ni nima Uyg'ur davosi Amerikada xil bir ta'sirli bir yerga keldi. Garchi Amerikada nufusi Uyg'urlarniki nihoyat oz bo'lsa-mu, masalan 2009-yildan keyin mushu Urumchida yuz bergan qirg'inchilikdan keyin, cho'ng qirg'inchilikdan keyin nurg'un yosh bolalar keldi Amerikaga. Shularningki kelishi bilan bu Uyg'urlarning nüfusida nihoyat cho'ng bir ortish bo'ldi. Hozir Amerikada bizning taxminlarimizga ko'ra bir 5000 dan oshiqroq nüfusi 5000 dan oshadi Uyg'urlarniki. Buningki %80'i balki yosh bolalar shu 17-25 orasidagi yosh bolalar. Shuningga bularning bu Amerika jamiyatiga o'rinlashishi, bu yerga yerlashishi, o'zlariniki Amerika grajdani bo'lishi bilan Amerikadagi Uyg'ur davosining kelajagi texmo parlaq bo'ladi deb o'ylayman. Bularniki nimasi bilan texmo ustun bir yerga erishdi davomimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Ba'zida ancha-muncha aralashib qo'ydim, ammo kechirim so'rayman. Yaxshi. Bundan keyin aralashmayman. Nuri Türkel efendimden soraymanki Amerika'da Ömer Kam'ın deyişi 5000'e yakın Uygur badaydı. Ama ne için Amerika'da namayişte pek az adam görünmez. Ne için Amerika'daki Uygurlar bir merkezi, siyasi merkezi, inkılapның merkezi bulavatkan bir devlette Uygurlar şunca pasif, ziyalilarını pek az görünmez Amerika'da. Görünmez ama özünün iş oraları da, özünün hayatı da, körüvatımız yani bizim gözümüz var.
Ama sahnede, siyasi sahnelerde Rabia Hanım'ını göretimiz, Ömer Kam'ını göretimiz, bir qancha adamını görevatimiz. Ama bu 5000 adamın neketdi ya başka bir yerde inqilab qilyaptamdı. Bu namoyishlar nima uchun kichik Amerikada? Bu to'g'risida men Nuriy efendimdan javob topay. Benim göz karşımda ben bir yerde malum bir şahsını ya malum bir grupunu takip kılış nokta nazarıyla ya ki göz karşıyla bu trendik sözünü dinlemesinin aldığını ala bunu bir change koyayım. Hem bir Amerika'da gerçi namaçlarda köp insanlarını körülmegen bolsa hemmesi tam teşkilatlarda hizmet kılatkanda körülmüsü mü? Amerika'daki Uygurlarda bir siyasi ruh asas cihetten etkilenip doğan. Bunun bir misal keltirdiğim bir narsa var. Mesela sınavlarında haberi boğandek dünyanın her yerlerinde Türkiye'de mi Xitay hükümeti şu Şinjan Dostluk Grup degan atalgılar Tongshan koyulunu kurup milletini bölüdüğün hizmetlerde boğatıdı. Mesela Amerika'da şunu emelip aşıramıyor. Bu 2003-2004 arasında müşahede şu erkek boğan. Ondan keyin bu Uygur Amerika Birleşmesi'nin bu certifikan pozisiyasını yetekçi ruhimi bek çoğun. Yani bu Abay Ömer Kanat efendim defetkendek Amerika'daki ziyalilerin teşebbüsüyle çoğunlarının teşebbüsünden 20. yılında kurulan bir teşkilat doğaçta vekillik, karakterlik. Hem de az olsun, cık olsun Uygur Amerika Birleşmesi'nin siyasi prensiplerine ergişidiğen faaliyetlerine katlaştığın hatta əza olmağanlarının da şu namaş kılgan müstakbelde bizde bir Amerika'daki Uygurlarda bir siyasi eleni var. Hem de hizmet yeterlik boğattan da tabi yeterlik emez. Hem de bir yerde ilaki bulmağa işini kılmayıp demey bozulduğun kısı bulduğun iş doğrusu da söz karışım ifadelik. Şimdi Ömer Kam taraf ötep ketlendi. Amerika'daki Uygurlarda bu hazır vatandaş kuvvetkallarının sağlanan ait köy. Hem bulanın içinde bazıları bu şu vatan bilen arlıkımız üzülüp kalmışsın ya ki üyedeki ait abatlarımızı Xitay ziyankeşlik koymuşsun diyen endişelen Amerika'daki bir erkin dünyada mı özünü erkin iskılanmaktan bir taciyerlik boyutunu görüp yeterliyiz. Hem de bu Amerika'da özünü erkin iskılanmağa adam ben nerede özünü erkin iskılanlaydı ben o da şahsen ben tahmin kılamayım. İkinciden Xitay'dan doğru işini, dürüstlüğünü, doğru siyasetini kütüp yaşayışının özü bence biraz Roy Kisellik'in ifadesi de böyle şahsen. Çünkü bu hükümet, bu hakimiyet kandakta Uygurlarla bir yaxşı ötüş, Uygurların turmuşunu yaxşılap beriş, ularning gibi vatandaş hukuku, siyasi hukuku hürmet kılış degan arzu, istek, armanlarının bir ifadesini körgen bolsa, bunu bundak göz karıştı bolgan bolsa doğruydu. Bundak nersin körüş yaptırsan günden günge bu vaziyet eğrilişip gitip bardı. Mana bugünkü haberde şu bizning bazı Uygurlar to'g'ri ishni kutadigan hokimiyatni besh tutadigan Xi Jinping o'ziniki siyosiy Xitoyning asosiy qonunida ikki qismdan prezident bo'ldi degan narsani oldirib o'tganini bugun esladi chiqdi. Bundan keyin Xi Jinpingga prezident bo'lganda cheklimi yo'q. Yani mushundaq bir davlatda mushundaq o'ziniki bir siyosiy xalqaro kemiy siyosatiniki o'ziniki dünya xo'ja bo'lish arzu armonining qurboni bo'layotganda millatning zodi turib, evladı turib, Xitoydan bir to'g'ri siyosatni kutishning o'zi menimcha bir ahmoqonlik. Bizda mushundaq bir ahmoqonlik mavjud. Uchinchidan, teşkilatlar kuvvetida, Ömer Kanat kuvveti, Rabia Hanım kuvveti ve başkalar kuvveti de bu aksa tutturuşning o'zi yegirak bildi. Aldığı çıkırganı iş aldırak. Yani bunu qanday o'zgartirish kerak? Yani bu şu mevcut meselemiz dedik, yani bunu qanday o'zgartirish kerak? Menimcha buni ishmek, buni qisqa ham uzun musofirlik taktik bilan bir ishlarni qilish mumkin. Masalan, Amerikada vatandosh bo'lgan bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz bizning bu yerdagi hukumatniki xalqqa xizmatidan qilayotgan ishidan doklad berish va bir ishlarni qilib shu xalqniki xizmatini qilishda kasbiy axloq majburiyat bor etildi.
Mesela özünki parlament a'zalariga xizmat ishlasa bo'ladi. Bizning vatanda işte yig'ilish lagerlari içinde ketdi. Ben urug' tuqqanlarim bilan uzun yil ko'rishamidim. Men seninki vatandishim. Men shu davlatning garajidami. Ya u yerga boramsam, ya u yerdagi qatnashimdan xabar olamsan. Meningki bu yerdagi huquqimni sening qo'llash majburiyating bor. Buni sen buna yordam qil deb, mushundaq bir oddiy ishdan tashkilot a'zo bo'lsin yoki tashkilotga rahbarlarning haqida bo'lsin, eng oddiysi o'zining vatandoshlik huquqidan to'liq foydalanish kerak deb o'ylayman. İkinciden, bu garip ellerinde Amerika'da çoğalatkan farzandlardan mı to'liq foydalanish kerak deydi. O'tganda bizning shu nimet Amerikada çoğalan bir qizda Ömer Kamga ben Uyg'urlarning ish qizini o'rgandim deb Ömer Kamga bir yerga nutq so'zligim bergan yerda zalmashib o'tganlar Uyg'urni qanday o'rganding desam shu Amerikada çoğalan bir qizni o'rgandi deb she'riylar beribdi. Mushunda qizning yuzi bo'lishi kerak dedi. Endi bu garip ellerde bulup Amerika'da davanı iki türlü targ'ib qilish, to'nishtirish mumkin. Birisi tövenden yuqoriga, yana birisi yuqoridan tövenge. Ben tüvetlikle avam xalqdan yuqori saviyaga chiqdi, bizninki yuqoridan tövenge menovatıda. Yani bunun da o'zidan tegishli en oddiysi vatandoshlik huquqidan foydalanib, biraz mas'uliyat tuyg'usini shakllantirib, o'zining bir erkin dunyoda yashayotganligini e'tirof qilsa, eng boshda o'zini ozod qilsa, menimcha Amerikadagi bir erkin davlatda nurli ishdan qilayotgan bo'ladi deb o'ylayman. Amerikada qanchalik ziyoli bor o'qigan magister, doktor, mayli bakalavrlar bo'lsin. Chunki Amerika dunyodagi o'qishning markazi mening bilishimcha, Angliya, Amerika bütün o'quvchini chiqqan, to'plagan ilm odamlarini yig'ib markazlashgan bir davlatlar, ya'ni qimmat setib olgan, qimmatni to'plagan bir davlat. Uyg'urlarning ko'plagan ilm ahllari, ziyolilar shu yerga to'plashgan deb qarayman. Sizlarning qanchalik odam bordi agar buni son orqali, chunki ba'zi narsalarni nuqul kirishga to'g'ri kelyapti bugungi kunda. Xalqimiz yo'qolib ketyapti. Bundan keyin hamda yuz xotir ayaydigan, bundan keyin hamda voy hocam, voy olim, voy damullam, voy doktor efendim deydigan zamonimiz o'tib ketdi. Hamda xizmat qilganlar doktor, xizmat qilganlar olim, xizmat qilganlar inqilobchi. Hamda bundan keyin maoshning cho'ngini ilib, o'ngda yetib, ta'tilni cho'ng qilib qildiganlar biz uchun olim emas, ziyoli emas, hech nima emas. Şunu ben bu hem de belki kopal ketişi mümkün ama Xitay bizni bugünkü günde belki ciddi şekilde yoklavatkan bu zamanda bazı sözlerini işletiş mecbur bulunmaz. Allah affı kıysun. Kançılık ziyali ibadet Amerika'da. Nuri efendim. Ben 23 yılını aldı kelgende burun bir 50-60-100'ge bağmaydıgan Uygur nüfus var dep oylayım. Çünkü şu vakıda 95. yıl 8. erkeğe Amerika'da. Biz 20 yıllık geçilerini böyle ammavi sorunlarını birilerinin üyelerinde orlaştırarlar. Şu derecede az değil. Yani hazır şu Bolat'ın 2009'dan tartip hazırlıkça bu okuvuşu süpütülen okun kegerlerin ait nurgun buldu. Hem de hazır palanç yerde münçilik Uygurba, münçilik okuvatan ziyali ibadet tahmin kılıç biraz ters. Çünkü bizdeki bu Amerika'daki bu bir yerde okup, mektep tuturup, cemaatle aralışıp, hizmetlerde bulup, mesela Uygur Amerika Birleşmesi'nin faaliyetleri katlaşırken bir Türk'ün Uygur ziyarlarımız var. Ularınki saniyene tahmin kılış mümkün. Lakin bunun çıkartlarda jürüvatkan, Uygur cemaatle aralışmaydıgan, özünki okuşunu devam kılışını bir durus işleydigan, Uygur cemaatle aralışını bir mesele de oylaydigan Uygur ziyarlarında nurgunu var. Biz onu nemisine tahmin kılışımız bekleriz. Peki ben bundak diyeleyim. Bu Amerika'ya şu Hollanda'nın kanunu vaktini tartışıp şu 2018'e kelgen bu şu Uygurlarının nemisi karaydıgan bolsa ziyalilarının nispeti mesela en az baklavurluk ünvanı algan Uygur ziyalilerinin nispeti bence dünya miqyasida Yapondan qarşı en jikniki deb o'ylayman. Şahsen. Hoş. Ömer Kamga söz vereyim. Ya bu nimede doğru dedi Nuri. Bir neçe yıl avval bir istatistik bo'lgan. Istatistik qilingan bir şeydeki ziyalilar, qancha ziyali bor, nima bor, qanchalik o'qigan odam bor deb. Shu chaqda chiqarilgan xulosada shu nimaniki
%95 üniversite bitiren Amerika'dakine. %95 üniversite bitiren. Uygurlar. Hatta şu Uygurlarınki %95'i üniversite tüketken, şu üniversite tüketken, şu seviyedeki yani insanlar. Onun dikince bu doktor, hatta ki bir neçe yıl avval boğan nime bu? Şu çağda Amerika'daki doktor ve magister doktorlarının sani PhD'leydi. Şu doktorluk unvanı alğanlarının sani vatandakilerge tenkilirken digen nime boğantı. Demek ki şunçilik cık doktor var bir yerde. Şunçilik cık ilmi unvan alğan insan var. Şunun için bu halkımız bu Amerika'dan çok etmekte. Hem de bayan Nuri'mi dep ötti. Hem de mavi yeni siyaset bile, hazır ki boğan bisim bile. Bu mavi jigaveliş merkezleri de hemme adamınki, uruk tukallarınınki üyege solanganlığı bile bu Amerika'daki bu nime özgürlüğü dep oylayma. Çünkü hemme adamga bu bir uçi hemme adamga teklif. Çünkü hazır tutkuna nime de yok. Bire dostu yavumuz hiç olmazsa dostu türmege girmegen adam yok. Onun için bu şahsi bir nimege aylandı. Şahsi cihetten bu adam gibi tesir gösteren bir nimege aylandı. Şununla bu bir uygunuş Xitay'daki şu zulmü Uygurlar arasında bir uygunuş sebep oldu. Milli ruhununki küçüğüsü sebep oldu dep oylayma. Bunun için elbette tekimo köp ziyalilarının Tekimo köp bir yerdeki Amerika'daki Uygur cemaatinin bu davaya aralışılganlığını, bu davanınki Amerika'da tekimo küçüğüdüganlığı işini. Allah razı olsun. Amerika'daki %95% üniversite tutkazgan Uygurlar veya ki sizlar deb ötep ketdilar, köpüncüsü yaşlar deb. Çünkü yaşlar bilen çıkışlar boludu inşallah. Bulam Amerika'daki bir bilim, Amerika'da bir insan okumusu bulmaydı. Bir dünyada İsrailiyede okumusu bulmaydı. Onun da kalsı Amerika'da, onun da kalsı İngilizce'de. Çok okuş gerek mesela. Ondan keyin bu dünyanın statistik kılıp çıkargan nesisi bu. Bu okuyduğun, mecbur okuyduğun bir devlette yaşayan Uygur yaşlar bugün mesela Amerika'daki namayışlı karısam ben karısak şu bir kançınla bulam Rabia Hanım şu neminin özünü ödegili vargandaki şu davamlı şu hanımını görürüz. 5-10 adamını görürüz. Ya bu ödegili kılıngan iş mi bu inkılap? Ya ki bu kanda boladı da bunun karab durup bu Amerika'da nemi üçün siyasi faaliyetlerinin nemisi bütün dünya karaganda texim aldı da bulmaydı dep bunun da elbette bizim halkımızın közü var ve kalbimizde gumumuz var. Şuna men Allah halisa şunda bulu dep qarayma. Bula bunun dinkin çünkü biz bunun piyaga düştük. Bu doktor, ustaz, alim, baklava, magister degenlerinin piyaga düştük. Bunun dinkin bir kitap yazmakçı bu kitapka Uygurlar içinden çıkan hizmet kıygan doktor, hizmet kılmagan doktor dep yazımız mesela bununla. Yani şereflik, tövkar alim, şerefsiz, hain alim dep yazımız. Çünkü biz yokulavatımız. Ömerka, biz yokulavatımız. Bir yerde biz ülüvatımız. Biz bundayken onda yüz hatır kıldığan, vay karacım, vay doktor aka bu şekildeki ahlakımızı, bu şekildeki neslimizin tükütüp keskin bir şekilde karab yüzlenevatımız ve yüzlenmesek olmaydı. Şunun için bundayken bu üniversite tütkezge yaşlar inşallah qaysi şekilde hizmet kılıdı. Bunu yana deysek oldu. Bununla koşumça sözünler bolsa anlap bakay. Başka deyimi götümüz. Başka deydiğin nimi yok. Bayan mı diyende kendi bu Amerika yanı bir nimisini etsek ki Amerika nait çoğun bir devlet. Uygurlar mı bunda çıkınca tarqaq. Şununla bu yeni kelgenler özününki Amerika'da orunmuşup hayat mücadelesi var, şu var, bu var. Muşular sebebinden mi buluş mümkün? Bu çıkılık Allah'ın insanı. Bağan sırı köpüyatı da o mana ahirki namayışını köygensizler. Uygur Amerika Cemiyet tarafından teşkillengen namayışta hazır kadar çıkılan Uygurlar hazır kadar görülgen en köp san çıktı. Bunundaki yanı çoğun namayışta tayarlık kılıvatlı hanımlar mesela 15. Mart günü bütün hemmisimiz varımız dep. Naytım şu Xitayning zulmünün özü Uygurlarninki uygunuşuğa milli nimisinin texmi küçüyüşüge sebep buluvatıdı. Bir her kişi bir hayır var degen bir gap var. Bunun keyin bu yerdeki Uygurlarning
texmi ko'p bu ishga qatnashilganligiga ishonaman. Allah razı Texmi olsun. ko'p bu faaliyetlarda ularni hassa oladi, bu faaliyetlarga qo'shildi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Nuri efendim kelgichorlikda bu Amerika ve terrorizm degan masalada kichikkina qassoq deyman. O'z vaqtida Amerika Sharq Turkiston Islomiy harakatini terrorist tashkilotlar qatoriga kirgizdi. Uningdan keyingi zamonda september voqeasidan keyin Sharq Turkiston Islom partiyasini terroristlar degan nimaga kirgizgan bo'ldi. Bu jihatda endi bu tashqi siyosatdan o'rtaga chiqqan masalami yoki siyosiy va iqtisodiy foyda manfaat uchun bundaq terrorist tizimligiga tushgan masalami, chunki bizning Sharq Turkiston xalqidan sirtqa hijrat qilib chiqib, qo'li qurol elib kurash qilgan insonlarning ko'pinchisi Xitoy qarshi muomala qiladi aslında ve Xitoyga qarshi kurash qiladi. Ammo nima uchun bu qor tizimli kuchib qoldi? Bu to'g'risida tushuncha bergan bo'lsa. Bu qor tizimlikqa albatta bayam deb o'tdingiz, İslam Sharq Turkiston Islomiy harakati shu nima 11 sentyabr voqeasidan keyin bu nimaga kirgizildi, hatto 2003-yilda kirgizildi bu darhol emas. Chunki Xitoy hukumati bu sentyabr voqeasidan keyin Xitoy hukumati nihoyat ustulik bilan bu Amerikaningki terrorizmga oshgan urushiga qo'shiman deb, shu urushni manma qilyapman degandek qilib, ya'ni Sharq Turkistonda shu terrorlik harakatlarning bo'layotganligi, Sharq Turkiston kuchlarining shu terrorlik faoliyati ilib borganligi, necha yil ichida necha insonlarni o'ldirib nima qilganligi haqida yolg'on bir dokladni dunyoga e'lon qildi. Gerçi bu nihoyatda nima mandachi aytganda uyat izo tatmagan bir davlat ekan bu Xitoy. Chunki shu sentyabr voqeasidan bir 2 oy burun, 2 hafta burun Xitoy hukumati yana bir doklad e'lon qilgan. O dokladda Xinjiang deydi, Sharq Turkistonda nihoyat tinch, nihoyat u yerda insonlar nihoyat inoq yashayotganligi, tinchlik bo'lganligi, shuningga sirtdagi kapitalistlarni, sirtdagi mablag' soluvchilarni Sharq Turkistonga kelib mablag' silinglar deb shuni tashviq qilish uchun bir doklad chiqargan chog'da u dokladda hech qanday terrorning hech qanday gapi yo'qdi. Lekin 11 sentyabrdan keyin Amerika bu urushni e'lon qilgandan keyin buningdan nihoyat fursatparastlik bilan foydalanish uchun bizda shu terror nimasi bor deb buningga qatnashgan bo'ldi. Shuning bilan bu nima herhalde shu Iroq urushi jarayonida Amerikaning bu bir manfaat nimasi bor u yerda. Amerika Xitoyni shu Iroq urushiga qarshi chiqmaslik, bexatarlik kengashida uning qarshi ovoz qo'llanmaslik uchun balki bu nimani e'lon qilgan bo'ldi. Lekin bu nima davomli turadigan bir nima emas, 2 yildan keyin yo'qoladigan bir nima bu. Uningda bu terror qarshi nimasida shu Sharq Turkiston Islomiy harakatining Amerikadagi mol mulkini, pulini to'ndirish nimasi chiqqan. Unda Amerika Sharq Turkiston Islomiy harakatining Amerikada nima puli bo'ladi, nima mol mulki bo'ladi u yerda. Shunday bir qaror nima bilan chiqqan. Keyin bu nima Amerika davlat majlisida nurg'un talash tortishlar bo'ldi. Nurg'un tanqidlarga uchradi. Biz bu yerdagi albatta bu chunki Xitoy buningdan nihoyat foydalandi. Bütün u yerda tutilganlarning hammasi, o'ldirilganlarning hammasini shu Sharq Turkiston Islomiy harakatining a'zosi deblar, shuningga chaplablar, shu yolg'on nimani bo'xtonni chaplab, bularni shunda tutganlarni tutdi, o'ldirganlarni shahid qildi. Shuning uchun biz bu Amerikani davomli dedik. Sizlarning mushu harakatinglar, mushu Sharq Turkiston Islomiy harakatini terror tashkilot tizimligiga kirgizganinglar bizga shunda fojia ilib keldi. Shunda fojiaga sabab bo'ldi. Necha ming odamning minglagan odamning tutilishiga, nechilagan odamning necha yuzlagan odamning Xitoy tarafidan o'ltirilishiga sabab bo'ldi degandiki, bu Amerika davlat majlislarida nurg'unlagan guvohlikdan o'tish yig'inlari o'tkazildi. Bu yig'inda shu
kararının hatta Amerika Tashqi ishlar yordamchi ministri shu chog'dagi yordamchi ministri bir guvohlik berish yig'inida bu kararının hatta xato bir karar bo'lganligini shu yerda e'tirof qildi. Xato bir karar ilinganligini. Ama lekin buni Xitoy hukumati shu davomliq her qandaq yerda buningdan foydalanib, Amerika mana shunda e'lon qilgan, Amerikaning nimasi tizimligida bor bu tashkilotlar, bu yo'q bir tashkilotning nimasini shunda dunyoga sazoyi qilib, bizningki harakatimizni ashunga bog'lab, nurg'un yerda oldimizni to'sashga tirishdi. Buningda mencha u degan maqsadiga yetilmadi. Yetilmaganligining bir sababi masalan shu Guantanamo'da tutilgan bolalarning hammasininki qo'yib berilishi desak bo'ladi. Rahmet. Nuri Türkel efendim bununla qo'shimcha. Yani bundan keyin masalan deyli Qur'on orqali Xitoyga qarshi kurash qiladigan Uyg'urlarni va yoki Uyg'ur mujohidlarni Amerika qaysi ko'zda qaraydi yoki burunqidek ashundaq qora listiga oldigan bir ehtimollikli bo'lamdi. Bunun hozir Ömer Kamning gapidan men bundaq bir ehtimollikning bundan keyin bo'lmaydiganligini nim qilyaptim, chunki bu to'g'risida bir qo'shimcha so'zlar bormi? Ömer Efendi qo'shimcha qildi o'xshaydi devasin boshda. Ya meningki men meningki nimamda bundan nima chiqmaydi deb o'ylayman. Chunki men o qurolliq harakatni Amerika buningdek qurolliq bir harakatni undaq gerçi unda tizimlikka kirgazmasligi mumkin, lekin bir qurolliq harakatni qo'llashi mumkin degan nimada buni mundaq tushunib qolmayman. Chunki biz yanıla bizning kelimimiz g'arb dunyosidagi ko'rishimiz bayan bir gapni deb o'tib ketdingiz, bu mencha to'g'ri emas. Chunki bu bizni aldayotgandu demokrasiya, inson haqlari deb dediniz. Bu hozir da'vo mushu nima demag'idi. Ya'ni chunki biz maqsadimizni anglatish, o'zimizni shu yerlarga yetish, boshqa xalqqa o'zimizningki muramini maqsadini uqtirish, o devletninki bizning devletligimiz bo'lganligini, o tuproqning bizning tuprog'imiz bo'lganligini, bizningki ezilayotganligimizni bir mustaqillikka haqliq bir xalq ekanligimizni uqtirish uchun shu qurollardan, shu shuarlardan, shu usuldan foydalanishimiz kerak. Shu usuldan foydalanib menishimiz kerak. Hem körüşümüz, bütün körüşümüz bizningki hozir dunyodagi nimada faqatla tinchlik yo'l bilan ilib beriladigan kurash bu xalqaro platformalarda o'rin ola oladi. Xalqaro platformalarda shu nimaga g'alaba qila oladi degan shuni bilganligimiz uchun biz yanıla shu tinchlik bilan bu kurashni tinchlik bilan ilib berishni targ'ib qilamiz. Bu shu bizningki yo'limiz albatta. Ko'p rahmat. Meningki o'tirib qolgan fikrlarimning hammasi faqat shaxsiy ko'z qarashim, bu faqat ma'lum vakillik qiladi. Nuri Türkel efendim, sizningki bu jihatda qo'shimcha, chunki sizga abay biroz so'z beretdim, bu Amerikadagi Uyg'urlarning bundan keyin kelgusimizdagi, chunki bu yerda yana bir deyishimga majbur bo'ladim. Uyg'urlar o'lyapti, yo'qlayapti, yo'qilish oldida turyapmiz. Endi bütün Uyg'urningki mayli burun uxlagan bo'lsin, nemish qilgan bo'lsin, jiddiy bir uyg'onishga majbur ekanligimizni demoqchiman. Shunga Amerikadagi Uyg'urlar abayqa so'zningki oyog'i, bundan keyin yoshlarningki xizmat qilish nimasi qaysi shaklda bo'ladi, buning bir bishorat bera olamsiz? Ya'ni yo'l ko'rsatish xarakterda bo'lsin, mayli qo'llash xarakterda bo'lsin, yoki proje, ya'ni inson haqlari tashkilotininki nima Washingtondagi Uyg'ur inson haqlarininki raisisiz. Bu jihat bundan keyingi xizmatda Amerika Uyg'urlarininki bunga nisbatan qanday bir imkoniyat bo'ladi? Bu to'g'risida biroz so'zingizni anglab boqdim. Bir yerdemde bir ishni tashabbus qilish oson, ijro bo'lishidek tez. Shunda bo'lsa-mu tashabbus qilib boqaylik qancha rol bo'ldi. Bu bizningki bu g'arbning siyosatida ikki yo'l bilan bir davoni qo'zg'ab
onu pelleyi götürüp netice çıkargın olduğu diye müştaq bir göz qarash var ki. Onun birisi storytelling deyimiz şu özünün ahvalını düşündürüş. Mesela bizim Uygurlarınki her birisininki bir facialik hayat geçirmişi var. Bulutmuş çetelde yaşatkan Uygurlarının birisi seninki hayatını Uygur buluştuğuna bir mahsizler belgeliyse şu garip ellerdeki halkınki dikkatini qozgaydigan esidi qagıdak bir hikayeler çıkıdı. Bu birisi de ben şu bizninki Uygur erkin dünyada yaşatkan Uygur evlatlarına şu bir storytelling deyimiz İngilizce. Özününki hayat geçirmişini anlatışını teşebbüs kılına. Bu tamam köylüler diye söz var Uygurca'da. Bu anakada çok çoğuyup bir hareket kaylandı. İkincisi bu bir mesuliyet duygusunu şekillendiriş bekliyorum. Sizin burunki söhbetlerinizde Erkin Efendim Nait'in mühim bir nesine oturup koydu Doktor Erkin Ekrem. Biz millet toptuk, milliyleşemektuk dedi. Bu gapning ma'nosi nima desa, haq shu o'zidan bo'lib ketgan bir o'rtaq milliy xarakter shakllanmagan degan gap. Endi bizning bu g'arb ellardagi Uyg'ur da'vosiniki bir muvaffaqiyat qozonmasligi, vatandagi xalqning turmushiga ijobiy jihatdan ta'sir ko'rsatmasligi bizning sabablarininki birisi safning oz bo'lish, qudratli bo'lmaslik, birlik bo'lmaslik va ta'sir ko'rsatmaslikning sabablarining birisi men shaxsan bu bizning şu garip ellerde yaşatkan, erkin dünyada yaşatkan Uygurlarda mesuliyet duygusunun kemçiliğini görünen. Mesuliyet duygusu mesela biz oturup Uygurlardan sen hayatında ailenle balçakanından başka birisi bir mesuliyetçen bu bakkan mı dese aşıtvalığı cevap verebildiğin insanlar ait az. Halbuki biz şehirde yaşatkan Uygurlar bu meşhur insanlar bay olsun, kino artisti olsun, sporcu olsun onların hayatı heves kılmış. Lakin ularning şu hayat kazangan muvaffaqiyatini avazsız, kuchsiz, çaresiz kalan milletden xalqlar qanday foydalanadi degan narsani o'rganamiz. Bu narsani o'rganish kerak. Bu İslamda mı var xayri sahavet degan. İslamda mı var ailemden başlap teşekkür qilib yordam qilindi. Bu şu bazı vaqtida bu şu bizniki şu erkin dünyada yaşatgan, medeniyet dünyada yaşatgan xalqimiz Facebook'ka Uygur to'g'riliq bir e'tinorlik yoki qo'shillarlik bir narsa chiqsa şunu tarqitishga, shuni like qilishga jur'at qilolmaydi. Falastin davosi chiqqan xabarini yana bir arablarning orasida bo'lgan jangichilarni yana bizniki o'z yashayotgan davlatga ishga qalanqanchilikni tarqitishni yaxshi ko'radi. Bo'ylaqi pichoqni ko'rmaydan, zixni ko'rmaydi. Eng boshda yordamni oiladan shidan boshlash kerak. Uyg'ur xalqi shu erkin yashayotgan, madaniyat dunyoda yashayotgan xalqning yordamiga ehtiyoji bor. Şunu benim yığıp bitken çağda bu insanlıda bizim halkımızda aldığımız Erkin Efendim millileşemek deydi. Ben bir yeni bir nesne koyayım. Bu mesuliyet duygusunu itildirişimiz gerek. Mesuliyet duygusu itilgen çağda bir adamın öndişininki, bir adamınki kovuluşunun, yani birisinin şikayet kılışının, yani birisinin hatta tank kılışının acil olmaydı. Bu mesuliyet duygusu adamın özünün içinden tabii çıkıdığan iş boğaçka bununki rolü, küçüğü, ahmiyeti şunlar çoğun buludu. Benden bugün tavsiye edeyim o da sorarsanız işini küçükten başlaş gerek. Uygurlarda, erkin dünyadaki medeniyet dünyada yaşatkan Uygurlarda vatan halkımız için bir mesuliyet oluş gerek. Allah razı olsun. Men naq şu meseleden ait qaqşayma bizim programmalarımızda 15-16 ming adam yuqorisi 17 minggacha, eng tövüne 3-4 minggacha adam ko'rayotdi. Bir hemberleş konukisini besip qo'yanglar. Yani hemberleydigan adamlarning soni 200'dan aşmaydı. Bu ko'rayotgan adam 15-16 ming, ama bu nima uchun biz bir tal konukini besip qo'yashdimi bizga bir yordam, destek, qo'llash degan narsada ciddi bir krizisga duch kelyapman men şu sohbetlerimde. Şu ba'zan sohbetlarimizni qisqartiryapmiz chunki jiqib ketsa bu qo'llashdan nim qildik ekanmiz deb. Ömer'e katılan sözleri var mı bu doğrusu? Ya o nayti yaxshi dedi, hem de xulasa dedi Nuri, bu mesuliyet duygusu buluş gerek de. Onundikin özünün düşmeniga qarshi, yani bizde halkımızda şunda bir nim var. Bir nefret içinde. Bu nefret küçüyüş gerek, bu nefret davamlaşış gerek, içindeki nefret, bir nefret buluş gerek Xitoyga qarshi, düşmeniga qarshi. Şu nefret yo'qolgan chaqda o millinimiz yo'qoladi. Şu nefretni, mushunchilik zulmni ko'rib
ki Xitoyning uch xalqini butunlay yo'q deman, yeryüzüden yok demen, bulanın bütün malını, mülkünü, etini, üzerinden Uygurların mecburiyatı Xitaylaştırman degan demen, nayet oçuk elip verilir bu siyaset. Din düşünçelik bir atıda dinimizni. Biz billahi bunday ketgan çağda bizge özümüzün din Ömerke sizning ovozlari uzilib chiqyapti. Sizning to'rlar herhalde biraz shu sizlarning bu ovozinglar çok kelyapti. Sizniki Shu maqsad to'g'ri shunda bir sharoitda bu hamda mas'uliyat tuyg'usi bilan birlikda mushun sharoitda bu Xitoyga qarshi har kimning ichida, har qanday men Uyg'ur degan bir insonning ichida bir nafrat paydo bo'lishi kerak. U nafrat paydo bo'lgan nafrat lekin insonni bir ish qilishga, bir vazifani ado qilishga, bir Xitoy qarshi har qanday bir harakatga has qo'shishga rag'batlantiradi. Shu majburlaydi. Allah razı olsun. Bugün dünya Xitoyninki cho'ng'ib ketganligini bo'y qilib, hatto Uyg'urlarga ta'dibni shakllantirman deyotgan bir tashviqot nimasini ko'ryapmiz dunyoning nimalaridan. Dal mana shu vaqtda xalqaro Interpol, ya'ni xalqaro saqlash tashkiloti Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa Efendim'le qizil rangli tutish buyruğunu amaldan qoldirdi. Bu hamda nurg'un Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'adi. Albatta diqqatimizni qo'zg'ish kerak. Xalqaro saqlash tashkilotining boshlig'i Xitoy bo'lgan bir avvalda bu buyruqniki yo'q bo'lishi, Xitoyning toza kuchayib, hatto chet ellik Uyg'urlarni hamda bundan keyin Xitoy chet elda qanday bir harakat qo'llanadi degandek bir masalada turayotgan vaqtda Dolqun İsa Efendim'ninki qizil nimadan qoldirilishi, tutish buyruqining qoldirilishi, bu to'g'risida sizlar Dünya Uyghur Qurultayı'nın icroiya raisi bo'lish suhbatlari bilan ijroiya komitetininki raisi bu to'g'risida bir tushuncha berishlarini umid qilaman xalqimizga. Rahmat. Endi bu nayta bir xush xabar. Bunchalik aytgan chog'da hem Dolqun İsa, Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa uchun, hem Dünya Uyghur Qurultayı uchun, hem Uyg'urlar uchun bir xayrlik bir ish, mushundaq bir nachar xabarlarni, odamni ko'nglini g'ash qiladigan xabarlarni anglayotgan bir paytda bunda bir xabarni anglaganligimiz, bunda bir xabarning kelganligi, bunda bir qarorning ilinganligi bizni nihoyatda suyundirdi. Bu ham Xitoyga qarshi shundaq bir xalqaro sahnada bir g'albimiz hisoblanadi, butun Uyg'urlarning g'albisi. Chunki bu 10 necha yildan beri mushu nima davomlashib, bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa'nınki mo keç gündüz bir aram qilib, har qanday yerga borsa bu yerda tutib olamo, oldimni to'rib olamo, yo'limni to'rib olamo, saqchi ketamo degan bir tashvish ichida yashagan edi. Mushu tashvishni xoli qildi. Mush tashvishdan hozir qutqazdi bu Dolqun İsa'ni, ham Dünya Uyghur Qurultayı'ni. Chunki Dünya Uyghur Qurultayı uchun bu yaxshi bir nima emasdi. Chunki har qanday yerda xabarda chiqsa Dünya Uyghur Qurultayı'nın ki burun bosh kotibi bo'lgan hamda raisini tutib oldi, saqchilar buningki yig'in zaliga kirishininki oldini oldi, yig'in zaliga kirgazmadi degan nimalar bu xabarlarda chiqsa, bu Dünya Uyghur Qurultayı'nınki obrazi uchun mu yaxshi bo'lmaydigan bir nimadir. Shunga buningdan Dünya Uyghur Qurultayı qutuldi. Demakki Allah shu Dolqunga texmi jiq ish qilish uchun bir darvozlarni ichib bergan, Allohning rahmati darvozlarni ichib bergan bo'ldi. Bu dinimizda, ya'ni bu hamda bu qaysi sharoit bo'lyapti desanglar, bu Interpol'ninki raisi, xalqaro saqchining raisi hozir bir Xitoy. Shu Xitoy shu rais bo'lgan bir sharoitda buning bo'lishi texmi ajablanarli, texmi insonni suyundiradigan bir masala. Chunki dunyo hamda Xitoyninki bu maqsadlarini bilyapti, hamma dunyoda Xitoyga qarshi bir nima qo'zg'alyapti, bir harakat qo'zg'alyapti. Chunki Xitoyninki o'zining nufuzidan, iqtisodiy nufuzidan, siyosiy nufuzidan foydalanib, har niyaga qo'l tiqayotganligini xalqaro buni bildi, bilyapti. Shuningga balki bu Xitoyga berilgan bir signal bo'lishi mumkin. Garchi bu
Interpol'un reisi Xitoy bo'lsa-mu, sen bu yerda xohlig'ingni qilolmaysan. Masalan, insonlarni BDTga masalan o'tganda New Yorkga yig'inga kelgan chog'da Dolqin mening yelimdan Dolqinni olib ketdi soqchi. Chiqib binodan chiqaryapti. Nayt bu yerda bir inson nayt afsuslanadigan bir harakatdi. Ham bizga bir haqorat tushadi, bir o'zimizni bir haqoratlangan bir shaklda his qilardik. Endi bu nima bu? Demakki Xitoyga bergan bir signal bu. Demak, har qanday xalqaro sorunda sen o'zingninki kuchaygan iqtisodidan, nufusidan foydalanib, bu yerda qonunsiz harakatlarni qilolmaysan. Qonunsiz harakatlarni ilib borolmaysan degan bir signal. Chunki butun dunyoda, Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Xitoy qarshi Xitoyninki maqsadlarini tushundi. Kech bo'lsin-mu, yomon kechikib qolgan bo'lsin-mu, ham Amerika ham G'arb dunyosi Xitoyning maqsadining nima bo'lganligini tushunyapti. Amerikada bir kitap çıktı. O kitap çıkan şu kitapta 100 yıllık maraton degan Xitoyninki Amerikani qanday aldığanlığı, aldavat hozirgacha qanday aldavatganligi nihoyatda tafsili sharh qilingan bu kitapta. Hatto Amerikaga Xitoy haqida maslahat bergan insonning 20 yil Amerika maslahat elib shu maslahatga shuning maslahatga qarab Xitoyga siyosat chiqqan insonning Xitoyning shpiyoni bo'lganligi bu yerda ve Amerika sakçıları tarafından, FBI tarafından tutulganlığı o kitapta bayan kılındı. Karanglar. Bütün nimeге muşunda arlaştı Xitoy. Bunundakin Confucius Institute'da bütün üniversitelerde bu institutlarını kuruş arkalık mahfi yoşurun nimede Xitoyninki siyasi nüfuzunu üyelerge kengaytiş, bunundakin bir belvağ bir yol nimesi arkalık, projesi arkalık bu dünyaya hocayin buluş, dünyaya siyasi, iktisadi gücünü kengaytiş, muşu maksatları bile hareket kılıvatkanlığını Xitoyninki, bunun aldığını tosuması bulmaydıganlığını belki xalqaro cemaat biraz olsun sezgen buluşu mümkün değil mi? Allah razı olsun. Nuri Türkel efendim bununla qo'shimcha so'zlar bormi? Qo'shimcha qilgan ko'p masala yo'q. Birisi bu bir yerde bir narsaga hammamiz diqqat qiladigan bir masala bor. Bu international order deymiz. Bu bir inglizcha so'z. Shu Interpol bo'lsin, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, NATO bo'lsin va boshqa xalqaro organlar, tashkilotlarning normal funksiyasi shu Xitoy hokimiyatining kundan kunga ish berayotgan diplomatik va iqtisodiyotga ta'sirining qurboni bo'lyapti. Endi buningga dunyo Amerikani o'z ichiga olgan ya Amerika yetakchiligidagi dunyo jamoasi qanchalik bardoshlik bera oladi, bu bir cho'ng masala. Bu Interpol'ninki qurilish maqsadi bo'lsin, xizmat nishoni bo'lsin, asosiy qonun bo'lsin, hammasida siyosiylashmagan, tuz olgan qaror chiqish kerak degan narsa bor. Dolqin Aysoning masalasi va boshqashining o'xshash Interpolga tizim kirganliginki egallangan ma'lumotlar va nashr qilgan reportlar qaraganda ko'p qismi siyosiy tus olgan. Bu tashkilotning xizmat nishoni va xizmat tartibida shunday a'zo bo'lgan Interpolga moliya jihatdan yordam qilayotgan Xitoyga o'xshash hokimiyatniki siyosiylashtirish tarafga ketayotgan shunday ahvollarni gez jurnallarda her türlü dokladlarda izliyordu. Yani bunu dünya cemaati qanday reaksiya qaytardı. Bu qitim Interpolda bo'lgan bo'lsa, boshqa yerlarda ishlarning oldi qanday qilindi. Xitoy hokimiyatining o'zining diplomatik va iqtisodiy kuchidan foydalanib, xalqarodagi normal yurishtirish erkinligi, normal ish faoliyat yuritish erkinligiga iskanjaga ilishda ta'sir ko'rsatgan ishlarga xalqaro jamoatchilik qanday ta'sir ko'rsatdi, bu masala biz oldimizda ko'radigan, duch keladigan bir masala deb o'ylayman. Rahmat, Allah razı olsun. Bizimki inkas yazayotgan qarindoshlar bor, ko'plagan savollarni so'rayotganlar bor. Hammalarninki savollarini o'qib o'g'ili bo'lmaydi. Faqat qisqa va muhim bo'lgan savollarni nim qilganlarni biz men tanlab nim qilib bersam. Yani şu bugünkü vatanda bo'layotgan zulmlarda, onundan boshqa Kanada,
nima Kambodja, Tayland, Malayziyada tutilgan Uyg'urlarning masalalarida xalqaro sudqa asli bu advokatlik sifatlari bilan bir nima qilasizlar. Xalqaro sudqa bizningki bir arz qilish, ya'ni bu jihatda Xitoyga besim ishlatish, bundaq bir mumkinchiligi qanchalik deb buni so'radi. Bunga bir javob olgan bo'lsangiz. Bu savolni so'raydigan ahvollar ko'p bo'ldi yaqin dunyoda. Bu ko'rinishga bir oson ishdek turgan bilan ko'rinishga shu sudqa sunildigan insonlarning qilmishi qonuniy javobgarlik tortishga tegishli bo'lsa-mu, hozir bir xalqaro sahnasida, xalqaroning qonun sistemasida bunday bir mexanizm yo'q. Bunday mexanizmni o'rtaga chiqish uchun bu Yugoslaviyaga yoki boshqa shu ishga urush olgan davlatlarning rahbarligi ichilgandek alayda sud mahkamasi tribunal ichilishi kerak. Hozir uningga bizning Uyg'urlarning uning imkoniyati yo'q. İmkoniyati yo'qning sababi bunun sahip çıkıp sponsor qiladigan bir davlat bo'lishi kerak. Undan keyin bu Birleşken Devletler Teşkilatı'daki halkılık devletler bunun qo'shilib shunday bir alayda tribunalni o'rtaga chiqarish kerak. Bu bir ig'ir masala deb hal qilish tez bo'lgan. Ikkinchi, hozirgi mavjud sud mahkamalariga arz qilish mumkin bo'lsa, u bir jarayon jihatdan, qonuniy jihatdan taroziga o'rtasimi, jarayon jihatdan imkoniyat yo'q bir ish. Bu g'arblarning qonun sistemasida birisini men arz qildim deblam sudga qo'yib material topshirsam bo'lmaydi. Arz qilingan qarshi tarafga shu arziyatniki bir nusxasini topshiramiz. Buni service process deb buni service qildigan gap. Ba'zi bevosita qildi yoki vositalik qildi. Masalan, Xitoy hokimiyatida shu qirg'inchilikqa sabab bo'lgan odamning ustidan birazini arz qilish uchun shu odam shu qonun doirasida shu jurisdictionning ichida bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, u arziyat shu joyida shu arz qilib qoladi. Javob berish, javobgarlik tortilish majburiyat bo'lmaydi. Endi u shu amaldorning ustidan qilingan sud nimasini arziyatini elchixonalarga topshirish mumkin bo'lsa, unda bir ish yo'q. Elchixonalarniki diplomatik immunity bo'ladi. Yerli qonun tuzumlarga alohida ahvol bo'lmagan ahvol ostida ularni tish patmaydi. Bek ig'ir ahvol bo'lib ketgan chog'da shu chegirni qo'llab chiqadigan ish bor. Shuningdek bizning miyadagi qonunninki xalqaro qonundagi o'lcham va o'zimiz yashayotgan davlatlardagi munosabatli qonunlar bo'yicha birlarini mushunday javobgarlik tortish mumkinmi desa, ma'yat jihatdan bo'lgan bilan tartib jihatdan va ish bajarish usuli jihatdan foydasiz omillar ko'p. Lekin Amerikada, bu Yevropada, Kanadada hozir yangidan bir qonun chiqdi. Shu asli bu qonunning chiqishniki manbasi Rossiyada, Magnitsky degan qonun. Uni endi hozir kengaytirib Xitoyga ijro qilyapti. Agar shunday qilmishqa, shunday zo'rlik zo'mbilikqa ziyanga tushirgan oila tobatlar bo'lsa, bizning shu Uyg'ur tashkilotlari orqali Amerika hukumatiga yetkazsanglar, bu hozir shunday Xitoyda Uyg'urlarga, Tibetlarga va Xitoy xalqiga zulm qilayotgan hukumat amaldorlarining ustidan arxiv turg'izilyapti. Agar shu arxivning ichiga kirsa, bu da Chechenistondagi prezidentni shu tizimlik oldi. Masalan, Amerikaniki jinoyat almashtirish ehtimomisi bor davlatlarga, Amerika o'z tutib ektaladigan yerlarga borolmaydigan taqdir sayohat erkinligi, iqtisodiy manfaat nasri cheklanib uchraydigan ahvol bor. Agar qo'limizda yetarli material bor deb qaralgan bizning vatandoshlar bo'lsa, shu Uyg'ur tashkilotlari yetkazsanglar, Amerika hukumati uni hozir surish qildigan yangi qonun va qonunning ismi Magnitsky Act deymiz. Uni shu yangidan chiqqan bir qonun bor. Hozir shu arxiv turg'izilyapti. Shu chiqqandan keyin u ikkinchi kunlab ijro bo'ladi, Rossiyadagilarga ijro bo'lgandek. Allah razı olsun. Bunu mu bilib olgan bo'ldik. Ya'ni ba'zi qarindoshlarimiz yozibdi, Amerikaninki kishilik huquq, insoniy qimmatni qo'g'dash prinsiplarida bu jihatda nihoyat jiddiy bir da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, ya'ni demokratiya, kishilik huquq degan bo'lsa-mu, bu demokratiya, kishilik huquq degan bu narsalar
bilen Uyghur mücadelesi bunu vasıta kılıp kullanılan takdirde Xitay bizni allaburun yevitishi mumkin. Allaburun biz eğer bu şekilde nima qiladigan bo'lsak Xitay bizni yevitishi mumkin degandek qarshi fikrlardan borken bu jihatdan da Amerikaninki ya'ni biz abay nimaning beshi deydik. Bazı fursatlar Amerika nim bilan bazı fursat masalasida men Ömer Kamni mau turga kirib olay. Yani bunu siz qanday qaraysiz? Mesela bu şu davamlıq biz Amerika yani xalqaro siyosiy lobbichilik harakat qilayotganlar şu davamlıq şu o'zgarmas siyosat bilan yani Amerika demokratiyasi yoki inson haqlari qimmati degandek mushu narsalar bilanla chiqish yo'limi yoki boshqa bir yo'l izlansa Uyg'ur xalqi, Uyg'ur mujodilachilari, Uyg'ur inqilobchilari buningda qonuniy ilmiy yo'llardan qanday bir yo'chiq bo'ladi? Bu jihat sizning javoblarini anglab boqay. Bu bir murakkab bir mesele. Bunu adli türden tushuntirib bakay. Qancha tushuntirelim. Bu Amerika Xitoy arasındaki Uyghur meselesindeki mahiyetini ko'rib chiqishlar bo'lib qoldi. Bu ko'pincha insonlar qandaqdir bir Amerika bilan Xitoy arasidagi inson haqlari dialog bo'lsin, davlat bexatarlik masalasidagi dialoglar bo'lsin va yoki iqtisodiy jihatdagi meselelarda bo'lsin, bu Uyg'ur meselesi bir inson haqlari meselesi sifatida o'tirg'i chiqadi deb qaraydigan ahvol bor. U ko'z qarashim ma'lum darajada to'g'ri. Lekin Tibet meselesi bilan Uyg'ur meselesini silishtirgan chog'da Uyg'ur meselesi Xitoy Amerika munosabatida ko'p qirliq bir mesele deb o'ylayman shaxsan. Bundoq o'ylashimning sababi bu inson haqlari meselesidagi suhbatda Xitoy hokimiyati bu sözleşini halaydıgan bir tema emas. Uyg'ur meselesi olsun, Tibet meselesi olsun. Tibet meselesi de Amerika'nınki kongresinden çıkarılan maxsus kanunu var. O kanunniki yol yoruqu bilen Amerika'nınki Mavun Tashqi Ministri ve Amerika'nınki Xitoyla insan hakları diyalog ötküzgen söhbette çokum Tibet'nin meselesini oturup koyuş gerek degandek talimatı var. Bunu icra buluşu bulmaslıkı şu vaktaki vaziyetki münasebet. Lekin Uyghur meselesi kelgende bizning qarindoshlarimiz aytgandan beri Ömer Kanat efendi ikimiz Amerika bundoq desa qandaq qilib Amerikaniki reklamni qilayotgandek tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda bizning realistik bir nuqtai nazarda gap qilyapmiz. Bani deyapmiz, qila oladiganni qila oladi deyapmiz, qila olmaydiganni qila olmaydi deyapmiz. Amerika meselesi, Amerika bilan Xitoy arasidagi Uyg'ur meselesi bu davlat bexatarlik meselesi. Bu stratejik bir mesele. Buni ayrilish kerak. Bu neymiş kumundaq oldu degende Xitaylarla Amerika oturusidagi söhbetde bu Uyg'ur meselesini qandaqdir ko'tarib chiqayotgan hokimiyat ko'pincha vaqtida Amerika emas. İnsan haqlari meselesinde o'tirib chiqqan bilan xalqliq masalalarda davlat bexatarlik meselesi, terrorizm qarshi ittifoq ishbirligi masalalarida buni Xitoy o'tirib chiqayotgan ahvol bor. Buni inkos qaytarish uchun Amerikaliklar tayyorliklar ish qiladigan bir xalq. Bununla tayyorlik qilib bordi ko'rishgan vaqtida. Shu ko'rishgan chog'da, masalan, sen buni terrorist deb ikki qo'sh standart ishlatyapsan deb shikoyat qilgan vaqtida Amerikaliklar tabii meniki terrorizmga qo'ygan hukmim definition bilan seniki farqi bor. Men bunda qarayman, sen bunda qaraydi ekan. Agar sen mushunda davom qilsang, bu Uyg'urlarning meselesi texnik egilishib ketdi deb bunu Amerika hükümeti yıllardan beri teşvik kılatıdır. Ama Ömer Efendi siz sözleşken bu Şartlık İslamlık Hareketi'nin tızımı ipotlan Amerika Mavun Tashqi Ministri'ne Şinjan Üniversitesi'ne evetip biz Uygur halkının düşmanı emas, biz takatlanmış grup 3 yıllar bu kararını çıkardık dedi. Onundaki Şanghay'a varanda Xitay nimeye şoktaki reisiga Amerika'nın prezidenti George Bush terrorizmni bahana qilib Uygur halkını ezishga bo'lmaydi. Bu narsani ayrilish kerak degan. Onundaki 2015'deki reportudimi, terrorizm reportudimi Uyg'urlarning bugungi kundagi shu zo'ravonlik yo'liga menishining sababi sizning qattiq qo'l siyosatinglar degan narsani yozdi.
Hatta Beijing'e bağlandaki Obama'nın ziyaretinde Çin falan reportu da bu mesele oturup koyulgan. Endi bu narsa qanday bir mesele deganda bu Uyg'ur meselesi iliqi bir odatki inson haqlari meselesidan olqib ketgan geopolitik meselesi Xitoy Amerika orasidagi. Ama Ömer Efendi'nin de ötkendek bu yeni Avrasya planının amalga oshishi uchun mu faydasız paydalık anılarının sebep olduğu bir mesele. Yani bu meseleden qanday foydalanish kerak? Gapning negiziga kelsak, biz Amerika manfaatiga ta'sir ko'rsatadigan bog'lanchisi va Amerika xalqining qimmat ko'zqarashiga, shu diniy aqidalar asosida shakllangan qimmat ko'zqarashiga, Amerikaningki Avrasiya qit'asidagi davlat manfaatiga, Osiyo qit'asidagi davlat manfaatiga ta'sir ko'rsatadigan bir bog'lanchi masalani o'tirib chiqib, shu davlatning davlat manfaatiga moslashtira olsak, bog'lay olsak, bunun bir ijobiy natija chiqadi. To'g'ri. Bu hozir ijobiy natija chiqish uchun bizning xalqimizmi, Amerika xalqimi bu Xitoyninki Uyg'ur masalasini, buni Ömer Efendi yaqin targ'ib qilyapti, Uyg'ur masalasining Xitoyning nazaridagi qanday bir masalaligini Amerikaliklar tushunib yetishi kerak. Xitoy xalqi, Xitoy hokimiyati Amerikaning qo'li bilan Xitoyninki ilgirlab dünya sahnesideki zor küçük aylanışını tizginleydiğen bir amel. Bu amelini Uygurlarını Amerika Xitoy karşı işletiyordu. Bizning ilgirlashimiz uchun tizginlash kuchi qilyapti. Yevroasiyadagi kengash siyosatimizga bularni putlakashan qilyapti degan mandat aytlash pozitsiyasi turyapti. Tashqi siyosatda deydigan so'z bor, buni stated goal deymiz. Demaydigan maqsadda uni unstated goal deydi. Xitoylarning hozir da'vatini demayotgan ko'rayotgan Uyg'ur masalasini tutgan pozitsiyasini bizning Uyg'urlarmi, Amerika xalqimi, Amerika hukumatini bilishi kerak. Niyatni bilmay turib, xalqning qilmishiga yakun chiqargan olmaydi. Shunaq. Rahmat. Yana bu oxirida bir so'zni, ya'ni temani deb o'tib ketsak, vaqtimiz 2 soatdan ishib ketibdi. Ya'ni bugun Sharq Turkistonda bir ilmiy bir, ya'ni so'zlar aytganda so'yqirim deyli. Xitoylar bir yo'qotish harakati boshlabdi. Mayli gunohkor bo'lsin, mayli bo'lmasin, mayli siyosiy Xitoy qarshi odam bo'lsin, mayli bo'lmasin. Bu jihatda Amerikaning bir bisimi bo'latamdi. Bundan keyin qanday mushun tutqigan asos, chunki Rabiya xonim o'tgan qitim dedi, oliy rahbarlik o'rniga chiqqandan keyin asos tutadigan xizmati mush Sharq Turkistondagi Xitoylar o'zi tarbiyalash markazi deb atagan bu yo'qotish, ya'ni Uyg'urlarni yo'qotish markazini men yo'q qilish uchun butun nimamni, zihnimni shunga sarf qilaman dedi. Shunga o'xshagandek Dunyo Uyg'ur qurultiyi va shu Amerikadagi lobbichi, ya'ni Amerika bilan birga siyosiy Xitoyga qarshi lobbichilik harakat qilayotgan shaxslarimiz Umarkam, masalan, mushunga nisbatan Amerika bu ishlarda bundan keyin qanday bir yo'l tutadi, buningga bir besim qilib Sharq Turkistondagi besimni bir to'valtish ehtimoli bo'lamdi. Bu to'g'risida bir fikr anglab boqinglar. Xo'sh, Umar. Bu anda bu yaqinqi masala bo'libmi, shu tarbiyalash, atalmish tarbiyalash markazida bu ikkinchi dunyo urushidagi Nazilarninki lagerlarni, yig'ilish lagerlarini Amerikaliklarninki esiga selyapti. Biz bag'ayada buni davatimiz hem bununkinden bayan dep etkendek nurgulgan Amerikalılarga bir şahsi bir meseleye ait. Çünkü ulanın mı biz nurgun Amerikalılarla gaplaştık. Ulanın dostları, ağabeyleri, şu bizim Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılan, Xitoy bilan berib kelish qilgan nurg'unlagan Amerikadagi ilm odam mutaxassislarniki shularning hammasiniki g'azabini qo'zg'ayapti. Masalan, buning uchun bu yaqinda New York Times'da bir qonundan James Melwart degan mutaxassislar e'lon qilingan maqola hozir qadar shu yig'ilish lagerlari eng mukammal bir maqola çekildi. Bunu biz demedik. Amerikalık yazdı. Amerikalık yazgan bu Amerika'nın özünün mutakassis bunda da yazgandı ki Amerikalıklarda bunlar bir çok təsir qo'zg'atyapti. Yaqindan beri bunun dikinizə nurg'unlagan muxbirlar berib,
bu medyada mı, Amerika medyasıda mı bu mesele münazara kılınatıdı, medyada sözleniyordu. Bu nimelerden qaragan çağda, onun için bizning mu hazır şu Amerika hükümeti bile yakında nurgulagan 2-3 yıl çoğun yığınımız oldu. O yığında mı bu mesele nait etraflı fotoğraf koyuldu. Ular mı bu meseleyi nait dikkatli muşu mesele üstüne duruyordu. Şunun için bu meseleyi biz tekmo kozlasak, Amerika Devlet Meclisi mi anadaki bir yerdeki yurttaşlarımız bazı tutanları tutulgan yurttaşlarımız o tutarı çıkıyordu. Benimki ata-anam tutuldu. Rabia Hanım'ın üyeden mesela 30 neçe adam aile azalarının 30 neçe adam tutulgan bu meseleler mi oturga çıkan neçe bir yerde bu Amerika hükümeti olsun, Amerika'nınki siyasetçileri olsun bu meseleye köngül bölüyordu dep oylayman. Hatta ökünü bir jığın oldu. Bu jığında bir Amerika profesörü, Amerika'nınki Amerikalık bir profesör hazır buluvatkan ve bulup bulmuş jığınış lagerleri bir nemeninki kırgınçılıkның, soykırımның, genoside'ninki bir aldınki işaretleri bununla dikkat kılışımız gerekli. Bunu notlagan mutaxassislar var yani dedi. Bu mu Amerika'nınki bütün organlarının dikkatini kozgavatıdı. Boyam dep ötkende biz hazır mandaki etken çağda Nuri'ni dep öttü. Biz hazır jığınlar şunu otur koyatırız. Ben ötken bir jığındımı şurada dedim. Uygurlar dedim. Bu Amerika Xitay'ın Amerika karşı açıktan hazırdım başkan uruşununki bir kurbanı buluvatıdı. Neyse Xitayla bu ülkede kesim kılıp Uygurların yoktunuz dağıtıdı. Uygurları bir tehdit görüvatıdı. Nemi tehdit görüvatıdı? Kelbisi de düşman, garipki düşman güçler tarafından bu Uygurlar kullanılması mümkün. Uygurların buna isletki mümkün. Kozır kılıp kullanılması mümkün. Şununla bu derecede yetkilendiği kadar biz bulanı mecburi halde asimile kılıp mecburi halde irisini gerek. Diyen nümürler yuvatıdı demek. Sizler bu bir bunun bir vasıtı bir menfaatınla var, bir vasıtı bir yerde bunlarla. Çünkü bunlar Uygurlarını yani bu gariplerinin ki yıkıldığı bir kuzurun şunun için yok tutulaydı da bu şunda zulüm kılıyordu. Şuna bu zulümle çok düşkün. Bu şu hamsanın ki uçturdu kaldırmış. Çünkü şunda bile bizge yardım kılışmalar gerektir. Hamiye davetimiz. Bunun da Avrupa'da şunda tutuyordu. Bütün yerde bu umumi bir sene kozgaldı deyme. Hem Uygurlar arasında hem halkara cemaat arasında bu naiti bir bunun karşı bir hareket kozgaldı. Bu hareketin elbette bir neticesi buludu dep oylayma. Allah razı olsun. Nuri efendim bu doğrusta cevabını anlap bakın Bu aldığınki söhbetinizde Erkin Efendim bir meseleni oturup ötüp gitti. Dünya tarihinde 16 Kasımlık Cengi'de ahiri 12'si kanlıq toqunuşla ahırlaşkan dep. Ben de bu Uygur meselesine Amerika Xitay arasındaki kilicekte oturup çıkılan halkılık meselenin birisi dep oylayman. Bir yerde bu Amerikalılar Xitay abay Ömer Efendim bir nersini nakal keltirip dedi. Belki yıkım bolup ketişki mümkün, yaman bolup ketişki mümkün dedi. Menimki şahsen küzetken ve kögen, okugan, izlengen ma'lumotlarga asoslanganda bularniki bir to'qinish taraf ketayotganligini ko'ryapman. Bo'libmi bugungi Xi Jinpingniki o'zini mangulik davlat rahbari bo'lganga u sağganidan bularning orasida yana bir to'qinishning o'tirg'i chiqadigandek ideologiya jihatdan ko'ryapman. Unda hozir bir 3 narsadan bunga men sababini deb bakay. Birinchidan bu hukumat masalasi, ondan keyin iqtisodiy, ondan keyin madaniyat, qimmat ko'z qarash, siyosiy tuzilma masalasidan. Bularning orasida nayt cho'ng o'xshamaslik bor. Endi bu kelajakda Uyg'urlarga nisbatan bir afzal sharoit deb o'ylayman. Masalan, Amerika hukumatini qaraydigan bo'lsak, Amerika hukumatini Amerikaliklar bir kerak bo'lgan bir vosita ko'rdi. Masalan, bir jamiyatning amonligini saqlash uchun, ba'zi bir tartiblarni saqlash uchun, lekin bu hukumatni tizginlab turmasa boshqa balo bo'ladigan narsa deb ko'rdi.
Xitoy xalqi hukumatni muqarrar bo'lishga o'zini yandab yashashga zarur bo'lgan omil deb ko'radi. Endi bu shunday hukumat sistemasi jihatdami Amerika bilan Xitoy orasida cho'ng o'xshamaslik ahvoli mavjud. Hem iqtisodiy tuzilmasi hamma bilgandek bu Amerika bir iqtisodiy kapitalizmni asos qilgan bir iqtisodiy tuzilma. Xitoy bozor iqtisodini asos qilgan bir iqtisodiy tuzilma, hukumat u iqtisodni kontrol qildi. Endi bu yerda shaxsiy shirkatlar, shaxsiy bu private sector deymiz buni, bu Amerikaning iqtisodini davom ettirdi. Endi bu jihatda bularning orasida cho'ng masala chiqdi. Endi madaniyat jihatdan aytgan chog'da Amerikaliklar shaxsiy o'zgarlik va shaxsiy erkinlikni hamma narsani ustiga qo'ygan xalq. Xitoyda shaxsiy erkinlikni shaxsiyatchilik deb tushunib, uni targ'ib qilgan bir davlat. Bu madaniyat jihatdan Amerikaliklarla Xitoy orasida cho'ng to'qinish paydo bo'ldi. Endi bu dunyo sahnasiga chiqsakmi, Amerikaliklar dunyoda zero sum game deymiz, tutmaydigan deb ko'rmaydi. Bular shu soatning ichida 5 kunning ichidagi ahvolni ko'rib nima qildi? Masalalar qilishni nishon qilgan ahvol ostida nima qildi? Xitoylar o'zining maydoniga tortish, o'ziniki sanamiga uslovni ishlab, mandaq mavqe bo'yicha siyosat tutdi. Endi bu shunday aytgan chog'da hukumat, iqtisodiy, madaniy, uningdagi siyosiy tuzilma jihatda Amerika bilan Xitoy orasida kelajakda oldin olmaydigan bir to'qinishning bo'lishiga ben şahsen bo'ldigandek ko'ryapman, shunday ketayotgandek. Endi mush ahvol ostida, Uyg'urlarningki bu Amerika Xitoy munosabatidagi o'rniniki yuksalganligini men qiyos qila olmayman shaxsan. Urush bo'lib qoladimi sizningcha? Men Ömer akamga hozir so'z beraman. Urush bo'lmasligi mumkin. Urush bo'lmasligi mumkin chunki urush bo'lib qolishi mumkin. Urushningki oldini olish uchun her iki tarafta, mesela Soğuk Urush'ta Sovet İttifakı'nın Amerika arasındaki rehberler, Gorbaçov'la Reagan arasında söhbət asasında bir uruşunu saklap kaldığı rehber oluş mümkün. Amerika'nın Trump geldi deyle, yanı birisini geldi deyle bu siyaset mukum devam kılıp Amerika'nın enenesi siyasi tarih boyu devam kıldı deyle Xitay çok. Bu meydanda Xi Jinping'in meydanı kandak oldu. Xi Jinping'deki siyasi nişanı kandak oldu. Şahsi arzusu tekli kandak oldu. Bu Amerika'daki bu ittifaklaşın arasındaki partnerlerle ittifak göz karşı okşaş olamdı. Bu nesle boyun nesle eğer bu ikisi uzak soğuk vuruş mezgili girek. Kaç 16 kıtımdaki bir kıtım vuruşunu saklanıp kalığını soğuk vuruş. Şu soğuk vuruşta Gorbaçov'daki Amerika'daki prezident Reagan'daki aslında münasebet ortada alsa belki vuruş bulması mümkün. Eğer ortada kalsa bu münasebetin ahırda ben ait bir köngülsüz taraf kitapta da bunların her ikisi hazır aç taraf kitapta da böyle şahsen. Rahmet. Ömer aka. Nuri deb o'tdi yani bu hozir kalimada shunda nimaga to'qinishda ketib boradi deb bu kitobda shu Nuri erkinmi deb o'tgan nimadimi demakki bu insonningki shu ikki odamningki xarakterimi bu yerda nima qilingancho o'tirib qo'yilgan masalan nima deb chiqdi Trump Amerikani yana qayta eng kuchli davlat qilaman make America great again deydi. Xitoy Xi Jinping'ninki şuarı Xitoy shuni amalga oshirman deb. Shuning uchun ya'ni bir bu Xitoyninki nihoyatda kong havaslari bor, kong ormanlari bor, shuning uchun mengavatadi. Shuning uchun bu to'qinishning kelib chiqdi. Nihoyatda kichik bir sabab bilan bu to'qinish kelib chiqishi mumkin degan nimalar o'tirib qo'yiladi. Lekin mencha balki bevosita to'qinish bo'lmasa-mu proxy war deydi. Boshqalarni urishtirib buningda urishishga mumkin. Boshqalar orqali urishishi mumkin. Ya'ni boshqalarni urishtirib qo'yib shu ko'rish mumkin. Ikkinchi bizning nimaga kelsak, bizni urush qilsa qo'yish ehtimoli bormi? Biz jahoncha bo'lamdik endi Xitoyga qarshi. Ya uni hozir uningki qanchalik ehtimoli borligini bilmayman, lekin bizning vatanga qarshi nimada hozir Amerikaninki qiziqishi nimasida, masalan bayan nima Nuri deb o'tdi, mana Xi Jinping ikki qitimliqa nima bo'lish, partiya sekretari bo'lish degan nimani amaldan qoldiribdi, hamda prezident bo'lib, ya'ni 3-qitim prezident bo'la olmaydi ekan Xi Jinping, ya'ni Xitoy texmi qattiq bir diktatorlik bir yo'lga minayotdi degan gap bu. Bu uningdan Amerika yana bir cho'chiydi. Yana bir nima
bizning vatanda masalan tuzilayotgan o'sha yeni ilg'or tuzitish insonlarni tartib qilish teknologiyasini Xitoyning boshqa yerlarigami kengaytirishi mumkin bularni. Bizda hozir bizning vatan bir bunday sınaq markazi bo'lib qoldi. Bu yerda sınaq, bu yerda undan natija olgan chog'da buni boshqa rayonlarga sutishi mumkin, boshqa davlatlarga eksport qilishi mumkin. Bu bir masala. Buning uchun Amerikaning yana bir andishalantiradigan nima? Bizning vatanga bilan bevosita munosabatlik Xitoyni hozir nurg'unlagan davlatlar kuzatyapti. Mushu milliy masalalarni, ichki masalalarni qanday hal qiladi Xitoyda? Xitoy mushunda qattiq qo'llik bilan Uyg'urlarni shu bostirish orqali buni hal qilsa, hech qanday davlat buningga bir ovoz chiqarmasa, buningga inkas qaytarmasa, buning qarshi turmasa, boshqa davlatlar bu Xitoyning bu harakatini o'ziga qilib oladi endi. Mushu bostirish harakatini ilib, o'zining qo'l ostidagi millatlarni ashunda bostirib, milliy masalalarni Xitoy hal qilgan shaklda hal qilish ihtimolligi bor. Shuning uchun bu Amerikani balki andishalantirayotgan bo'lishi mumkin. Amerikaning u chog'da Xitoyni yoqlagan, Xitoyningki yo'lini tutgan, Xitoyningki siyosiy tuzimiga havas qilgan, ya'ni shu bostirish tuzimiga havas qilgan nurg'unlagan davlatlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Amerikadan yuz o'rib, Xitoy qarabmay, Xitoy teknik kuchishi mumkin. Shuning uchun Amerika buning oldin ilishimi balki bizga bo'lgan bu qiziqish, yangi qiziqish mushularning bir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin bu şey. Allah razı olsun. Rahmat. Qarindoshlarimiz yozibdi. CNN'da programma ko'rayotgandek his qilyapman. Intayin mukammal, yaxshi, go'zal suhbatlar bo'lyapti deb yozibdi. Demakki, bir-birimizni maqtashni, bir-birimizni qo'llashni inshaalloh o'rganyapmiz. Albatta Rossiyani parchalashda va yoki Afg'onistonning Rossiya ustidan g'alaba qilishida Amerika va Saudiya Arabiston degandek davlatlarningki shu vaqtdagi afg'on millatini qo'llab bizdanmi namorat, bizdanmi madaniyat jihatda va yoki boshqa jihatda to'yan turadigan bir millatni ularning qo'ldan qutuldirib chiqqan bir saboqni Xitoy bek obdan biladi. Shuning uchun men bizni bu urushda biz rol o'ynashimiz mumkinmi deb so'radim. Eng oxirida bir savolni so'rayman, undan keyin bir gapni qo'shib qo'yay. Shu Amerikadanki bayam deganimizdek Amerikaningki kongressmenlari, uningdan bu yerning siyosatchilari, senatorlari bo'lsin, bu o'zi ishongan bayam dedik-ku, shu qimmat qarashlari va bularning o'zi ishongan yo'lda hech qanday nimaga qaramay bir millatga, bir nimaga ega chiqsa, shuni amalga oshirish uchun harakat qildi. Buningda Afg'on urushida masalan, Afg'onistonningki mujohidlarningki shunchalik nimaga ega bo'lishi, qo'llashga ega bo'lib ketishining bir sababi bir kongressmenning Charlie Nori. Afg'oniston Taliban, Afg'oniston mujohidlari Congressman Wilson chiqib $5 million boshda nima qilgan, yig'ib chiqqan o'sha hukumatdan nimadan mishadiki nimalarni Afg'on nimalarga mujohidlarga yordam qilish uchun shu kongressman uni oxirida $1 milliard yatqizdi. Shuningki qo'llashi bilan mujohidlar nimaga o'zining maqsadiga erishdi. Ashunda kongressmenlarni tekshirishimiz kerak. Ashunda kongressmenlarning hisoboti bizning masalamizni siyosiy yo'ldan Xitoyga bisim ishlatib turib, xalqaro bisim bo'lib turib, xalqimiz bisim ishlatib turib, xalqimiz ustidagi bisimlarni azaytishga tirishimiz kerak. Ash kongressdan birini topa olamizmi inshaalloh oldimizgi kunlarda? İnşallah hozirmi nima bo'lyapti-ku? Pulning yerimini biz chiqaraylik inshaalloh. Uyg'urlar qinni setib bo'lsin, chiqarsin. Bu ne deyadi? Deb o'g'lamaydi. Tamam. Tamam. Zaten köp gaplarni ayatyapsizlar. Shuna olsun men sizlardan gap elilish uchun, chunki Nuriya efendim bilan bir oyning oldida so'zlashgan biz bu programmani qilish to'g'risida. Bir oydan keyin vaqti yetdi, chunki ishlaydi, nurg'un xizmatlar bor bu yerda. Sizlar bilan mashundaq. Şun bugün köprek aslında 1 saatlik program az 2,5 saatki bağdı. 2 saat 28 minut tuttu. Körülmelerimiz bek köp boğallık için ben yana qayta uzartıyorum bunu. Hoş, en ahırda bir narsa sorsam
Ben bir ders hoşum çıksa Hoş. falan duysan. Bo'ladi. Bu nime bu Ömer Efendi abay degandek bu siyasetçiler bu demokratik devlette qancha iysi siyaset çok ketishdan qat'iy nazar besim bo'lmagan avvalasi o'zligidan ko'p ishlarni qilmaydi. Ve siyasetçini matbuotda g'ulg'ula to'plash, ko'rish talab qilish, material ta'minlash ve o'ziniki Amerikaliklar men Amerikalikning qimmat ko'z qarashi mening diniy e'tiqodim aqidamga uyg'un keladi deydigan prinsiplarni cho'zib bularni majburlash kerak bir ishni qilishga. Ondan keyin ikkinchi nima qiladigan narsa sening menga yordam qilganing qandaqdir mendek bir ezilgan millatning beshini silg'anliging emas o'zingning davlat manfaatingga uyg'un va iching rahat deydigan o'zing vijdoniy ish qilgandek hissat keltiradigan bir ish degan tonishni yetildirish kerak. Ondan keyin üçüncüsü abay medet ötten hemmimiz yaşatkan devletimizde vatandaşlık imtiyazımızın toluk faydalanır. Şu yerdeki hukukumuzun faydalansak bu hukuk kengiyip vatandaki biçare çağrısı kalan halkka baradı. Anadaki yeni bir narsa bir yerde bu Xitay hakimiyetinin bizim Uygur halkı güzüvatkan bu bulupmuş yakınki bir yıl işte deyip verivatkan bu kırgınçılık siyaseti qandaqdır bir kuchlikning bir ifodasi emas. Bu o'ziga ishonmaslikdan bo'layotgan narsa. Va o'ziga o'zi kelajakda putlikashang bo'lamdiki deyotgan Uyg'urlarning milliy mavjudligini siyosiy tahdidga aylantirib, uni yiltizdan quritish uchun yurgizayotgan bir siyaset bu. Bu qandaqdir Xitoyning kuchligidan bo'lmaydi. Kuchli inson yavaş, çaresiz insan olmaydi. Bu kuchli inson çaresiz, yavaş insanlarını özgü okşaş göreleydi. Bu Xitayning qilayotgan siyosati bu acizlikning ifodasi bu. Ularning o'ziniki çaresizligining ifodasi. Şuna bizning vatandaşlar buni pek ümidsizlik etmasligimiz kerak. Dünya tarixida buşuna izilgan millatlarning ichida, buşuna mustamlikda qolgan millatning ichida buningdan yig'il kunlarni masalan Yahudlarning bijiq bo'ldi 6 million Yahudi o'chaqda ko'ygan. Hozir dünya siyosatiga ta'sir ko'rsatgan cho'ng qudratli davlatning biri. Umidni yo'qotmagan ahvol ostida, Abay Umar Qanot efendim degandek maydon inib qo'ygan vaqtida, undan keyin insoniy bir mas'uliyat tuyg'usi shakllangan ahvol ostida bizning bu millat yo'qolmaydi. Bu millat uchun bir ishlarni qilib, xalqaro sahnasida davlat orasidagi siyosat ta'sir ko'rsatadigan bir ishga aylantirgan. Allah razı olsun. Ben bir nima qo'shib qo'yay shu nimaga, Nurining degan nayta to'g'ri gap qildi Nuri. Mushu endi bizni Xitoy bundaq umidsiz bo'lmaydi. Chunki Xitoy hech qachon bu Uyg'ur xalqini yo'qotolmaydi. Bu Uyg'ur xalqi o'tganda bir yig'in bo'lgan, natija yig'indagi so'zlar mening hozir o'qiligimda. Chunki bu yig'inda bu Xitoy mushu bizning vatan haqidagi bir yig'in. Bu yig'inga Xitoyning noiti cho'ng amaldorlari ketgan. Şunun bilanca şu yig'inni boshqargan adam bir necha so'z qildi yig'inning boshlanishidan. Noiti bizning xalqimiz uchun bir umid beradigan bir so'z. Yani dedi bu Uyg'ur xalqi sizlar bu Uyg'ur xalqini bunda yo'q qilaman degan bir nimada partiyalar siyosatinglar mushu yo'nalish qarab ketibdi. Uyg'ur xalqini sizlar yo'q qilolmaysiz. Uyg'ur xalqi degan dunyodagi noiti uzun tarixga ega, mo'l noiti boy madaniyatga ega, davlatlar qurgan, imperatorliklar qurgan bir millat. Bu millatni ham diniy kuchli, o'zining milliy ong'i kuchli. Men Uyg'ur degan ong, bularning men musulmon, men Uyg'ur degan ong bularning qonunisiga kirib bo'lgan bir millat. 11 milyon, 12 milyon bir xalqni yo'qotish mumkin emas. Shuning uchun chunki bularning tilini o'zgartirib, tilini yo'qotib men bularni asimilatsiya qilishma, butunlay izamga partiman, izamga o'qishman deyapsa, bular hech qachon o'qimaydi. Bular tilini unutgan holdimi deydi. Qolmasadiki, men Uyg'ur, men musulmon degan nima hech qachon chiqmaydi. Buning misollari tarixda bo'lgan. Fransiya masalan Aljeriyada butun shunday harakatni ilib berib, necha yuz ming aljeriyalik kichik bolani fransuzcha o'rgatib, dinini ularga unuttirib, ularni butunlay bularni fransuz qildiqda, undan keyin olib kirib Aljeriyaga bularni o'rinlashtirib,
adakçı endi biz Aljeriyani hakimiyetimizde Aljeriyadaki qo'g'dab qoldigan bo'ldik deydi. Birinchi o'qni atganlar shu Fransızca so'zlaydigan Aljeriyaliklar bo'ldi. Onun için Libya'da şunda İngiliz so'zlaydiganlar eng avval inglizlar qarshi isyon bayrog'ini açtı. Allah razı olsun. Hindistan'da qarasak, Hindistan'da şu İngiliz so'zlaydigan nima Gandhi bo'lsin, shu yerda tarbiya olgan Jannah bo'lsin, Pokistonda yashayotgan bular mush harakatning yetakchisi bo'ldi. Shuning uchun Uyg'ur xalqini bu Xitoy hech qachon yo'qotmaydi. Uyg'ur xalqi Xitoy qarshi bo'lgan nafratni saqlab qolgan muddatcha Uyg'urlar hech qachon yo'q bo'lmaydi. Eng oxiri o'zininki orzu armoniga yetadi deb o'ylayman. Dunyomi bunga qatnamaydi. Bu Xitoyniki mushu bisini Uyg'urlarniki milliy ruhining texim kuchiga, teximo Uyg'ur xalqining texim qo'nishiga, milliy ongning texim kuchiga, fidokorlik ruhining texim kuchiga sabab bo'ladi. Allah razı olsun. Buningda inshaalloh g'alabani qo'lga keltiramiz. Rahmat. Albatta bir millat urush qilib yo'qolmaydi, faqat sukut qilish bilan yo'qoladi deb burunqi olimlar degan. Biz Xitoyga o'zimizning yo'qolmaydiganligini bildigan kuni Xitoy men yo'qotanmaydi ekanmi deb inshaalloh o'ziniki bu rezil harakatlarini to'xtatishga majbur bo'ladi. O'tgan qatim Robiya xonim bilan mo deyishdik. Endi hammaga ha devamayli, ma o dunyodagi Sharq Turkiston yoshlari bo'lam muhojiratdagi yoshlarning biroz ochiq kelyotidi. Biroz besim paydo qilayli. Bo'lammo Gollandiyadagi yoshlarning hozir shunda ochiq yomon. O'tgan Dolqin Iso efendimiz deb o'tib ketdi. Bizning buningdan keyingi siyosatimiz bo'lammo dunyo Uyg'ur qurultiyining bundan keyin izlaydigan siyosati hargizmi dunyoga Uyg'urni to'nitish, u qilish, bu qilishlar emas, balki buningdan keyin ham dunyo bilan rasmiy bir shiraning ustiga kelib so'rlashish, bir jiddiy bir shaklda paranglashish. Xitoy bizni yo'qotadi, Xitoy vaqtdan foydalanyapti. Demokratiya, inson haqlari degan narsalar yaxshi, ammo jiddiy shaklda bunga dunyomi biroz o'zining dolasini chiqarish kerak va dunyoga biz biroz dolamizni chiqarishimiz kerak degan so'zlar bo'ldi. Albatta buningda inshaalloh to'g'ri bir yo'lni tepib chiqamiz cho'nglar bilan yoshlar. Eng oxirida bir savol so'rayman. Xitoy bugun temir yo'l yasadi. Buningki bir uchi Angliya, bir uchi Italiya, bir uchi nega bu Turkiya orqali 3 yerga qatnab dunyoga bir savdo nimasi ichib nim qiladi. Amerika bunga nisbatan Amerika uchun foydalimi, ziyonlimi? Ya'ni bunga bir javob olaylik. Men Nuriye efendim bo'lsin bo'ladi. Ömer kam sizlar javob bersin bo'ldi. Sizga gap qilaman abi. Ama ya Amerika uchun Amerikaga foydali bo'lsa, Amerika unga qatnashadi. Shu bir yo'l bir alvonda ochdi shu projega. Amerika bunga kitilmadi. Kitilmaganning sirtida boshqa davlatlarnimi uning kitilmasligini balki uchiq bombasimi shularni shu jihatda tashviq qilyapti. Shu bu nimada masalan uning kitilmagan Hindiston va boshqa davlatlar bilan texnik yaxshi munosabatlar o'rnatyapti. Bu nima Xitoyninki bu nima yanıla bayan degandek Uyg'ur masalasiga kelsak, shu Uyg'urlarninki o'rnini yana bir qitim dunyoga ko'rsatdi, yana bir qitim ko'tardi. Shu bir yo'l bir barvoq masalasi. Chunki buning chiqish nuqtasi Sharqiy Turkiston. Ashadin boshlandi quruqlikdan. Chunki Xitoy oddingizda Amerika bilan raqobat qilolmaydiganligini anglagandan keyin, u yerdan chiqib chiqolmaydiganligini anglagandan keyin bu quruq yo'l bilan menish orqali bu birinchisi O'rta Osiyoga, Sharq Turkiston orqali O'rta Osiyoga, undan keyin O'rta Sharqqa o'zininki siyosiy, iqtisodiy nüfuzini kengaytirish niyati bilan bu projeni boshlatdi. Buningda albatta bayon degandek Uyg'urlarninki shundaq bir strategiyalik, shundaq bir muhim yerda bo'lishi Xitoyninki shu nimasini to'sash nimasida Uyg'urlarninki xalqlik rol o'ynay oladiganligi agar boshqa davlatlarning nimasi bilan yordamini bo'lsa. Shu jihatda Uyg'urlarninki strategiya jihatda bularninki ahliyati texmo dunyo uchun bilindi
balki mushuning uchun dunyo texmi Uyg'ur masalasiga hozirdan ya'ni qisqa muddatda bo'lmasimi uzun muddatda texmi ko'p ko'ngil bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Albatta bu Xitoyniki bu maqsadiniki bu nima orqali qandaqdir boshqa davlatlarni taraqqiy qildirib ularning iqtisodiy vaziyatini yaxshilash niyati bilan emas, buni ular butun shu o'ziniki iqtisodiy nufuzi orqali siyosiy nufuzini shu boradigan shu yo'ldagi shu nima o'tadigan butun davlatlarda o'zining siyosiy nufuzini kuchaytirish uchun shu maqsadda, ya'ni bu dunyoga xo'jayin bo'lish planininki bir qismi deb dunyo buni shunday tushunyotidi, asta bunga bo'lgan qarshilik kuchayyotidi. Yani Amerika uchun yana bir cho'ng bir foyda yo'q buningda, shundaymi? Yo'q, Amerika uchun foyda yo'q deb o'ylayman. Rahmat. Nuri Turkal efendim oxirgi so'zlarini olaman. Bu siyasetde bunda bir İngilizce gap var, siyasi hayatta. No crisis should be wasted deydi. Hiç qanday bir krizis israf olması gerektir. Hem de Ömer efendim de ötgendek bu Xitayning Yevrasiyada ilk berayotgan bu keng emirchilik qurilishiki amalga ishishi Amerikaniki Yevrasiya qit'asidagi davlat manfaatiga, milliy manfaatiga uyg'un kelmaydi. Yani bizning Uyg'urlarniki shu nishon maqsadiga yetish uchun bir siyosiy tahdid bo'lib ko'rilib, hozir zulm uchratgan bir krizis mezgilida agar bu tashviqot yaxshi bo'lsa, bu Amerika hukumatiniki tuzayotgan strategiya planining ichiga o'z ichiga oladigan bir pozitsiyada o'zimizni ko'rsatsak, bu Uyg'ur masalasiga nihoyat cho'ng bir foyda bo'ladi deb o'ylayman. Oldingi kuni yangi bir xabarlar chiqyapti. Bu shu Xitoyningki yangi planiga taqobil turadigan 4 davlatdan tashkil topgan bir ishbirlik shakllanagandek turdi. Bu ishlarmi mevcut chiqish oldida suhbat bo'layotgan bir masala. Ondan keyin bu shuna o'xshash shu Xitoyning kengayimchilik siyosatini Asiya qit'asidagi dengizlar bo'lsin yoki qurg'uliq orqali Yevropaga tutishadigan o'ziniki dunyo xo'ja bo'lish nishoniga tahdid deb ko'rayotgan davlatlarning orasida Uyg'ur masalasine nisbatan İngilizce like-minded deydi, o'xshash fikrlik bir pozitsiyani o'rtaga chiqara olsak, yani bu cho'ng davlatlar orasidagi bir programda muhim bir o'rin tutadigan bir masalaga aylandi. Buni Uyg'ur xalqimi, dunyo jamoatchiligimi, onundaki munosib davlatlar yaxshi bilishi kerak. Bu Xitoy hukumatiningki yangidan chiqarayotgan shu siyosati, shu tarbiyalash markazi deymiz, DNA sample ilish masalasi deymiz, ko'chalarga kameralar o'rnatib Uyg'urlarni kuzatish masalasi deymiz. Shuning hammasi shu Xitoyningki dunyoga xo'ja bo'lish nishonininki amalga ish uchun qutlug qashang bo'lib qolamdiki, bu siyosiy tahdid olamdiki, buni siyosiy tahdid bo'lishining oldini ilib Uyg'urlarningki milliy mavjudiyatini, milliy kimligini, diniy qatni jildizini quritsak, bizning kelajakda ko'z oldimizda bo'lib qilish mumkin degan siyosiy tahdidni yo'q qila olamiz degan narsani o'ttirib chiqarib qilyapti bu ishlar. Allah razı olsun. Çok tanıp yetiş gerek. Bu cemaatçilik tanıp yetiş gerek, Uygurlarını tanıp yetiş gerek ve Xitayning bu işi qilmishidan tahdid, uzun mesafeli tahdid oldu degan devletlerini tanıp yetiş gerek. Endi bu abaniyaga çok tasvirlashlar bo'ldi, qanday qilish kerak deganda bizning Uyg'urlar bu Yevrasiyadagi davlatlarningki o'zimiz turayotgan Avstraliya, Japon, Hindistonda Uyg'urlar yo'q. Amerika, 4 davlatda şu Yevrasiya kengayimchilik siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatish to'g'risida ko'p faoliyat olib berish kerak. Ma ideologiya jihatda Yevropadagi, G'arbiy Yevropadagi davlatlar bilan bu o'z vaqtida so'g'at urush mezgilida ideyada birlik kelgan davlatlar, like-minded government degan bir kelim bor inglizchada, shunday bir ittifoqdoshlikni shakllantirib, ikki tarafdan tang Xitoyga besim ishlash kerak. Bu Uyg'urlarning geostratejik dünya sahnesidagi o'rnini namoyon qilmay turib, Uyg'urlarning inson haqlari masalasini o'qilmaydi bence. Allah razı olsun. Ömer Kam'dan en ahırlık sözlerini alayım. En ahirki bizim sizga ko'p rahmat. Yani birisi hem de maaşı nemede bayan deganimizdek
bu Uyghur davası Dolkun Eysan'ı dediniz. Başında Dünya Uyghur Kurultayı'nın yeni bir nime ilip verişimiz gerek. Yeni bir strateji, yeni bir taktik, yeni bir usul bir davanı ilip verişimiz gerek. Çünkü hazır dünya hem de bizninki izlivatkan bir millet boğallığımızı, bizning asorat ostidagi bir millat ekanligimizni, o'zimizni qutqazmasak Xitoy hukumatiningki bizni assimilyatsiya qilib yo'qotish niyati borligini hamma dunyo angladi. Shuning uchun hamda biz yeni bir usul bilan faoliyat olib berishimiz kerak. Bu faoliyatda qo'yam degandek mana shu bir yo'l bir balg'or masalasi va bunga chetishlik deb o'ylayman. Bizning boshqa davlatlarga, o'sha bizga yordam qiladigan davlatlarga, biz ularga berib bizga yordam so'ragan davlatlarga, yalnız biz bechora holda bizga yordam qilinglar desak, ular qilmaydi hech kim. Ya'ni hech bu dunyoda undaq bekorga yordam qiladigan nima naida oz, yo'q deyapsizlar. Shuning uchun biz qanchalik bir qog'i keladigan bir ularning manfaat yetkazadigan bir millat ekanligimizni, shundaq millat bo'lganligimizni, shundaq bizning qo'limizda shuningdek nimalarningki borlig'ini, vositalarning borlig'ini ularga bildirishimiz kerak. Shu chog'da boshqa millatlar bundan keyin bizga yordam qildi. O'zining manfaatining borlig'ini sezgan chog'da o'zining manfaatiga bir ularga manfaat yetkazolmaydiganligimizga ko'z yetadigan chog'da undan bizga yordam qiladi. Bu jihatda bu bir yo'lmi, shu strategik bir ahamiyatimiz bizning qo'limizdagi qurol deb hisoblayman. Allah razı olsun. Rahmet. Nurg'un qarindoshlar inkaslarni yozdi, savollarni yozdi. Vaqt munosabati bilan hamini qilib bo'lmaymiz. Yana bir qatimliq programmada deyishimiz. Sizlarga ko'p uzun umr tilaganlar bor. Allah razı olsun deganlar bor. Sizlardan nihoyat xush bo'lgan qarindoshlar inkaslarni yozibdi. Ko'rurmanlar bilgan bek ko'p. Ham bu programma eng uzun bir programma bo'ldi. Ko'rurmanlar ko'p bo'lganligi uchun men buni taqim uzartdim. Inshaalloh yana bir qatimliq programma kelgacha necha oy uzun vaqt o'tib ketgan. Yana bizning deyishadigan nurg'un gap so'zlarimiz bor. Alloh xolis kelgusi zamonlarda paranglashimiz, so'zlashimiz Nuri Turkel efendimning asli men bu programmada vaqt yetishgan bo'lsam, o'sha shaxsiy advokatlikqa munosabatlik nurg'un masalalar bor edi. Chunki bu shu shaxsiy tarafdan nurg'un qarindoshlarimizning ehtiyojini qamdaydigan masalalar. Sizlarning alohida bir qetib qo'yadigan so'zinglar bo'lmasa, programmani oxirlashtiraman. Chunki vaqt 3 soatga yaqin berib qoldi. Hammaga qarindoshlar ko'p rahmat aytibdi va men qarindoshlarga ko'p rahmat aytaman va qarindoshlarga shuni deyman, har qatim deb kelyapman, bu videoga chiqish uchun nurg'un vaqt, nurg'un nima sarf qildik ekanmiz. Shunga buni butun dunyodagi Uyg'urlarga ko'rsatishni maqsad qilingan bir suhbat bu. Bularni ulishgunki programma bilan bugungi programmada nihoyat jiddiy bir virus ivatiyotdi kompyuterga. Xitoy shun ba'zan o'chib ketadigan yo bo'ladigan ishlarning ta'siri bo'lishi mumkin. To'xtamay virus kelyotdi kompyuterimga. Ham balkim bu shirkat qachon bizga qo'lni soladi, taqotidi, Xitoy qachon hujum qildiğini bilmayman, ammo mushu orliqcha bizni qo'llab bersanglar, qo'llab beranglar deganimiz faqat qo'l belgisini besib qo'yish emas. Ma 5 barmoqni basmanglar qarindoshlar, shaxsan mening biroz ochig'im keldi buni bassanglar. Ma 5 barmoqni basmay, ham bahrilash knopkasini besanglar, dunyodagi 50 ming, ya'ni bu mening farzimcha taxminan bu Facebook ishlatayotgan Uyg'urlarning hammasiga kelsin. 300 dan ortiq odam basmayotdi ham bahrilashni. Mana bu bizning piqsiqligimizni ko'rsatib qo'yadigan bir suhbat. Shunga piqsiqlik qilmanglar. Bütün Uyg'urlar ko'rsin, bütün Uyg'urlar anglasin. Bu olimlarimizning, bu liderlarninki va o'qigan kishilarninki so'zlarini dunyo anglasin. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz anglasin. Yevropa, Amerika bütün Uyg'urlar buni anglagan vaqtida bu bizni qo'llash bo'ladi. Mushunda qo'llasanglar haqqingni halol qilamiz inshaalloh. Qo'llash ham bahrilashni besish bilan bo'ladi. İnşallah çokum bunu kılısılar. Alohida so'zinglar bormi? Orlig'im kelmaydi sizlardan hozir mening asli. Bizning boshunda ammo endi soat bo'lib qoldi deysiz, boshqalarmi buningdan nihoyat uzun bo'lib ketdi, shuning nishada. Hamsa to'xtayli, Alloh rozi bo'lsin sizdan, boshqa butun ko'rmanlarning hammasiga ko'p rahmat. Shunchalik sabrjonlik bilan ko'rganligi uchun, chunki soat degan nihoyat uzun bir vaqt.
hammalarga salomimni yo'llayman. Allah razı olsun. Nuri efendim, sizinki en ahırkı sözleri. Aldı bilen Hüseyin Tecelli kardeşimizga müş program tesiskan tartip hazırgıça sarıp kıvatkan ecri vaqt üçün ben şahsen minnettarlığımı izhar kılma. İkinçiden bizden başka Uygur kıyırdaşlarımızla millet halkımızın ansariyesine ösüşü, ümitvarlık duygusuna şekillenişi ve kiliceke nispeten ümitsiz yaşamasını aldığımız için muşundak programına köpüre katmışıp bilginine halkımızın aymasını tavsiye kılın. Üçüncüden bizim halkımızın emmeylerinin ağzıda üç nersine yap gelip yürüyüşü teşebbüs kılın. İngilizce bunu üç sözle mundaq ifadlayımız. Resist, persist, enlist deyimiz. Resist degen karşı duruş, persist degen devam kılış, enlist degen başkalarının sepki koşuş. Şu üç söz bilen bu adetki normal hayatımız olsun, kesbi hayatımız olsun, siyasi hayatımız olsun, bu halk yüz kilovatkan, halkımız yüz kilovatkan, duş kilovatkan vaziyetki nispeten az dolar hizmet kılış mümkün. Allah razı olsun. Çok rahmet. Bu yanı tılga ilişkiye doğru gelip kaldı. En ahırı Tayland'daki kırındaşlar doğrusunda bir tılga ilinsi boladı dep kırındaşlarımız deydi. Tayland'daki kırındaşlarımızga nime qilib bereleysizler bunundan keyin? U maxfiy bo'lsin. Buningga bir nəhayət qısqa amma 30 sekund vaqt bering. Ya bu qarindoshlarimizni bu jimjit bo'lsak biz jit İslamiyet'te biz ayrıca orunlar bilan qilayotgandiki bu masalani her yerde deb yurishninki hojati yo'q. Biz shu qarindoshlarimizni kech kunduz o'ylag'lik shularniki uchun har bir tarafga chipiqlik hamma yani harakatga keltirish uchun tirishyapmiz va tirishdik. Bu yerda bizdan ularning ham shu o'rinlarning Nuriga avat qildim bir kelgan xatni adam shu yo'g'onga biz qo'yibdi. Biz deydi qo'limizdan kelgan har qanday shunchalar bitim qilib qo'yapmiz, shunchalar ishlarni qilib qo'yapmiz. Biz buni unutqandik. Yani bu unutib qolgan bir ish emas, davomlashayotgan bir ish. Shuningdan biz natija chiqqan chog'da sizlarga bildiraylik. Shuni deydi. Allah razı olsun. Shuni yetkazamiz. Bu Dubay'da bo'lsin, bu hozir nurg'oyada shunda muhojir qarindoshlarimiz bor, shunda qiyin ahvolda bo'lgan. Bularning hammasining ishini biz bu yerda qildik. Boshqa bizning Dunyo Uyg'ur ko'pchilik muhojirlar komitetining mudiri va Mehmet To'xti bilan Do'lqin Ayso bilan bular bilan hamkorlashgan ahvol ostida shunda Amerikadami biz qo'limizdan kelgan butun qilyapmiz. Bularni hech qachon unutganimiz yo'q va unutmaymiz. Buni unutsak o'zimizni naytı bir bundaca itkan çağda bir vatanimizge, milletimizge ihanet kılan bir adam da hesaplayız. Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın, Allah ömrünü uzun, kızımtanlarını muvaffakiyetli kılıp versin. Bir qancha zamanlardan beri zindandaki qarindoshlar, turmudi qarindoshlar bizga telefon qilish sharoiti bor qarindoshlar telefon qilyotdi. Dunyodagi qarindoshlar zindondagi vatan millat din davası üçün zindanda yetayotgan qarindoshlarni unutib qolmanglar, bizga duo qilib turinglar deb shaxsan menga qarindoshlarimiz ko'p aloqalashyapti. Shuning butun qarindoshlarimizningki zindanda yetayotgan vatan millatimiz uchun jafo chekib, dinimiz uchun zindanda bugungi erkin dunyodan mahrum qilib, erkin havoda nafaslamagan qarindoshlar uchun har zaman namozlaringlarda har yerda duo qilib qo'yishinglarni umid qilmay va bu qarindoshlarimiz duo qilamiz. Inshaalloh pat yaqinda Sharq Turkiston xalqining erkinlikka chiqishi, Sharq Turkistonimizning mustaqil bo'lib qo'limizga qaytib kelish uchun butun Uyg'urlarning umumyuzlik Xitoyga qarshi bir jangchi holatiga kelishimizga Allohdan iymon, tavfiq, hidoyat, isloh tilaymiz. Hammangizdan Allah razı olsun. Yana bir qitimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amin. Görüşmek üzere.